Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Aziz muhterem qarindoshlar, muhojirlar, vatan sirtida yashayotgan barliq aziz qarindoshlarimiz. Bugungi bu kritik vaqtimizda bu Xitoy bizga tashviqot jihati jiddiy hujum qilayotgan, bizni tashviqotdan zeriktirayotgan, bizningki asosli xizmatlarimizni ilib boradigan bu vositalarimizdan bizni jiroq turayotgan bu vaqtda biz necha vaqtdan beri o'zining aktiv xizmatlari bilan bizga to'nilayotgan va to'nilgan va o'zining she'riyati bilan xalqimizni uyg'otishga tirishib kelayotgan va Turkiya tavallikida bir qism qiyinchiliklarni tortib yaqindan beri bir ikki qatim tutqunlik hayoti boshdan kechirgan qarindishimiz Abdurahim Paraç bilan birlikda bugun bu suhbatimizni olib boramiz. Albatta bu suhbat butunlay qarindoshlarimiz bilan o'zaro birlikda bo'ladi. Qarindoshlikni o'rtaga chiqarish uchun, qarindoshligimizni mustahkamlash uchun har vaqt suhbatimizni sizlar bilan birlikda olib boramiz. Sizlar bilan birlikda muңdishimiz, sirdishimiz, muhabbat etimiz. Ekranimizda bizning telefon nomerimiz bor. Qarindishimiz Abdurahim Paraçqa har qanday bir savolinglar, taklifinglar, ko'ngil so'zinglar bo'lsanglar, naq maydonga telefon qilsanglar, biz bu suhbatni birlikda olib boramiz. Bugungi suhbatning temasi Abdurahim Paraç qarindishimizning yaqinqi vaqtda duch kelgan tutqunlik masalalari va uningdan boshqa asosli temamiz bo'lgan, mavzuyimiz bo'lgan she'riyat haqida biz to'xtalib o'tamiz. Oldi bilan men qarindishimiz Abdurahim Paraçni ekranға kelaman va qarindishimiz bilan bir salomlashgandan keyin suhbatimizni davom qilamiz. Assalomu alaykum qarindishim Abdurahim Paraç, ekranimizga xush keldingiz. Aleyküm selam. Selamet bilen to'liq xush bo'ldik. Barcha qarindoshlarga salom bo'lsin. Rahmat. Necha vaqtdan beri bir qancha qatim ekranға kelish ehtimoli bo'lsa-mu, ammo vaqtni chiqarolmay aldirashchilikda vaqtingiz yetmay qoldi. Vaqtlar yetmedi bunga nisbatan. Bu qatim Allohning rahmati bilan ekranimizda birlikda suhbat qilishga muyassar bo'ldik. Sizdan so'raydigan nurg'un masalalar bor va she'riyat haqida yana to'xtalamiz. Albatta xalqimiz yaqinqi zaman mobaynida sizlarga Turkiyada qilayotgan xizmatlarini, aktivliklarini ko'rib keldik, ammo yanilam har odamning dardini o'zi biladi deb nurg'un sizlarning qiyinchilik va yoki dardlardan biz mahrum qolamiz har holda. Bugun bu yerda do'stona, qarindoshlarcha biz suhbat olib berish orqali inshaalloh sizlarni taqim qizib chiqamiz va sizlarning xizmatlari haqida va sizlarning asosli xalqimizga ta'sir ko'rsatayotgan temalardan biri bo'lgan she'riyat haqida to'xtalamiz. Shuning oldi bilan men suhbatning texnikalik masalalarining shu vaqtlarlikda sizlarni so'zga taklif qilsam, o'zlarini qisqacha bir tanishtirib o'tgan bo'lsa, undan keyin biz buni suhbatning ichiga kirib ketgan bo'lsak deb o'ylayman. Qani marhamat, so'z sizlarda. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Barcha karamdagi qarindoshlarim, hammalarga Allohning güzel salomı olsun. Ben Abdurahim Paraç. Hammamiz bilamiz, bu chet el hayatı bir-birimizga shunchalik tor bo'lib, bu internet dunyosida shunchalik tor bir dunyo bo'lib bizga shakllanyotdi. Buning asosiy sabablari hammamizga tushunishlik. Bana bu Türkiye'ye çıktığını normalde 5 yılda işip kaldı. 6 yılda kadem koya depti. Bu jarayonda nurg'unlagan musibetler beşimizga kelgan bo'ldi. Yalnız mening emas. Muhacirat yaşayotgan, ismi Uyg'ur atalgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizdan hammasining beshida bir-birimiznikidan qilishmag'idek musibetler, dertler eşip etibdi. Bu yerda hech qaysimiz bir-birimizdan ortiq, bir-birimizdan kam dertmenler emas. Ben vatandan Malaysiya orqali chiqib 2014 yılı Türkiye'ye kelgandan keyin nurg'un ishlar beshimizdan o'tdi. Bo'lapmi 2017 yil kirgan bu yer. 1 yil 2 yil jarayonida vatanda bolalarimdan hech qanday xabar olmagan, vatanda qilib qolgan 5 bolam. Ayolimni turmaga olgan kesgan 7 yil. Dadam va 2 inimdan hech qanday izdirek xabar bo'lmagan bir holatda bu yerda yana 2 qatim orqa-orqadan bir tutilib ma'lum vaqtlar jamiyatda qarindoshlarimiz bilan bo'lgan aloqa munosabatlarimizning uzilib qolishi ba'zi qarindoshlarimizda har xil tushunchalarni
Her xil hukmlarni mening haqqimda ba'zi bir tasavvurlarni kallasiga keltirishga sabab bo'ldi. Shuni bu vaqtda men qisqacha sabab bo'lgan ba'zi omillar va buningga bir oz tushuncha yurishni to'g'ri topdim. Allah razı olsun. Qarindoshlarimninki bu haqda qanday bir mendan so'raydigan gaplar bo'lib qolsa, o'zaro bir fikr elib, o'zaro fikr almashtirib, bir tushuncha hosil qilsak, bundan keyingi bu da'vo yo'limizda hamkorlik asosida bir-birimizni tushunishib, texmo mustahkam bir qadamlarimizni tutgan holatda minamiz deb buni umidim, ishonchimiz bor. Chunki bizning porloq kelgusimiz, porloq kunlarimizga intayin oz qoldi deb bilaman. İnşallah. Chunki bunda qorong'u zulmat o'tavermaydi. Bu tongning otadigan kunlari bor. Men Qashqar pedagogika institutida o'qidim. Bu o'qishning oxirgi yilida Xitoy kommunist doiralari tarafidan tutqun qilindim. Tutqun qilinib 3 yil kesim chiqdi. 3 yil shu qadar qiyinchilik, shu qadar xo'rlik, zulm ostida bitirib chiqqandan keyin jamiyatda davomli ishkanja, davomli nazorat ve ta'qib ostida, tahdid ostida yashash bu Sharq Turkistonda yashab boqqan va bu Xitoyning bu xo'rlik zulmiga uchrab boqqan har bir qarindoshlarimiz buni biladi. Xo'sh. Demak, vatan shunchalik bir tor kelgandan keyin vatandan ayrilib bir kanirchilik ve bu zulmning qutilishningki bu Xitoy kommunistlardan bu vatanimizni qanday qilib tortib olamiz? Qanday qilib hurlik, erkinligimizni qo'lga keltiramiz degan vaqtda izlanishga to'g'ri keldi. Buning uchun bu chet elda bu vatanning ichi bu qadar her taraflari dunyoga shu qadar taqalgan bir holatda bo'lgan ekan, biz dunyo vaziyatlaridan, siyosiy vaziyatlardan va chet eldagi bizningki har qaysi tashkilot partiyalarimizningki ahvollaridan bexabar bo'lg'achqa biz umidni faqat chet elga shunchalik bog'lagan. Undan keyin chet elga chiqqandan keyin cho'qim bir natija qozonamiz. Bu da'vo yo'limizda ilgirlash hosil qilamiz degan maqsadda chet elga chiqishga izlandik. Bizga pasport yo'llari mumkin bo'lmag'achqa bu mezgilda Malayziyaning yo'llari ochilgan bo'ldi. Ya'ni ichkiridan Xitoyninki o'lkalaridan Tayland, ondan keyin Malayziyaga chiqadigan yo'llar ochilgan bo'ldi. Bu ochilgandan keyin Malayziyaga keldik. Malayziyaga kelib men bolalarimni bu jarayonda chiqishni maqsad qildim. Shunchalik tirishib baxtim. Ammo imkoniyat bo'lmadi. Ammo bu yerda bir bolamni, bir o'g'limni olib chiqdim bu vaqtda. Bu o'g'lim 11 yoshda edi. Malayziyaga Allohning fazli bilan chiqdi. Chiqib bu yerda bu o'g'lim bilan 1 yil qoldim. Bu 1 yil jarayonida balam ba'zida yenimda bo'ldi, ba'zi yenimda bo'lmadi. Chunki bu yerda o'rinlashtirishlar, bu yerda ba'zi tanishlar, ish boshqaruvchilarningki o'rinlashtirishlari shunda bo'lg'achqa balam bilan ba'zida ayrildim, ba'zida jam bo'ldim, yana ba'zi ayrildim, ba'zi jam bo'ldim degandek 1 yil Malayziyaga qoldim. Ondan keyin 2014 7-oyda men Turkiyaga keldim. Turkiyaga kelgandan keyin bu Türkiye'nin vaziyetlerini tushunib qilg'ich aralıqda bir oyga yaqin vaqt o'tdi. Bu men Turkiyaga kelgan vaqt Turkiyada intayin bir qaynoq bir bozorga kelib ekanman. Ya'ni bu tarafda bir nima jamoat, cho'ng jamoat, kichik jamoat, yana bir davlat, yana bir bu Afg'onistondagi bir qanday kuchlar degandek bu 4-5 xil kuchlar buning qattiq qizigan, shunchalik bazo topgan eng avjiga chiqqan bir vaqtga to'g'ri kelgan bir vaqt bo'ldi. Shu vaqtning o'zida hamda bizning yoshligimizmi damallikqa bir 30 dan oshgan vaqtlar bo'lgan ekan. Boshqalardek 20 yosh, 25 yoshga qonlar qizib turayotgan bir paytlarimizdan bir oz to'xtagan vaqtlar bo'lgan ekan, jamiyatni kuzatgan bo'ldik. Kuzatib qarasak, ishlarningki biz o'ylagan holatda bo'lmayotganligini ve işlerinin arkada biz düşünmeydiğin nurgun narsalarni biroz his qilgandek bo'lgandan keyin to'xtab. Deb bu Turkiyada qilib qilishni qaror topdim. Ya'ni shu kelib bir oydan keyin. Bu jarayonda o'g'lim keldi.
Bu oğlum kelgen vaqtda bu mening keynimde Malayziyada bir ay qolgan oğlum. Bu yerda har xil buningga aqidaviy, ya'ni buningga kallasiga shu yerninki ansiyaları shunchalik ta'lim berilib har qachon. Ya'ni har xil videolar, har xil da'vatlar ilib berilib, bir 11 yoshdan oshgan 12 to'liq chiymagan bu bolaga mana shunday bir kallasiga nurg'un narsalar ta'sir qildirilgan ekan. Yana bir kelgan vaqt qarasam bu bolaninki kallasi o men bu vaqtdagi bir kalla emas. 11-13 yoshlik bolaning kallasi. Shunchalik ziyrak hushyor bola edi bu. Bu to'xtamay fikri men shu Suriya tarafdagi madrasalarda o'qisam, o'g'lim sen mushad o'qiysan, mushad o'qitmaysan. Ondan keyin bu gaplar o'tirg'i chiqqandan keyin menga qarshi ba'zi tahdidlar, ba'zi fikrlar, salbiy fikrlar menga yetgan bo'ldi. Xo'sh. Ondan keyin bu bola 2-3 kundan keyin balonni men o'chal Safaköy'de turdim, Zeytun bo'lib o'yin tikilish bu ishlar bilan bu balamni yomon amroqandi bu bir ishga balaga biz Malayziyada bilib turgan bularni davomli kechalari tahajjudda shunchalik bir yaxshi ibodat ustida ko'rgan ekan bu balalarni biz davomli namozda shu qadar Allohga yig'lab qilgan holatini ko'rgan ekan bu balalarga nisbatan bizning tushunchimizda bular yaxshi taqvo bolalar deb tushunimizda amaliyotdami men samimiy deb tushundim bolalar. Ondan keyin bu buni Zeytun burnida bu yerda 2-3 kun bir o'yin to'p qilib kelamiz dedi. Men o jarayon Zeytun burnida bir ish qildim, kelib chiqib kirgan. Tamam 2-3 kundan keyin bolaning xabari yo'q. Shu vaqt necha yoshda edi bola? Shu 12 ga to'liq kirmagan vaqt. İzdirgini qildim. Keyin bolaning izdirgi chiqdi. Bu Suriya taraflardan bolaning xabari keldi. Ondan keyin men bu bolalar qattiq qo'pol gap qilgan bo'ldim. Bu bola mening tursa, bu mening haqqim yo'qmi bu bolaga? Gap azul qattiq yumshoq fikrlar, gap so'zlar bo'lgan bo'ldi. Shunda qilib bu bola u yerda madrasada o'qiydi dedi, xabarlarni ancha-muncha o'qib turdim. Ammo bolani bir echikish uchun shunchalik tirishib baqdim-da. Ondan keyin bu Turkiyada ba'zi bir munosabatli odamlarga yaqin turdim. Necha yillab xizmatini qildim, chaqonlarni ko'tardim. Mush bolamni bir echiksa bo'libdi. Bolamni bir echiksa bo'libdi. Bir tirishib baqsam, qo'limdan kelgan imkoniyatlarni qilsam. Demek shunchalik tirishchanlik ko'rsatdim bu bolam uchun. Hatto endi qarindoshlarimiz tushunadi. Biz boshqalarga bir muhtoj bo'lgan vaqtimizning o'zida biz muhtoj bo'lgan ishni amalga oshirish uchun albatta uni bir yaxshi ko'rinishga urinadigan gapga. Demak, oxirida elib chiqishga shunchalik bir imkoniyatlar bordek his qilgan bo'ldim, shunchalik xolis bu bolam chiqadi. Umidvor bo'lib turdim. Ammo oxirgi hisobda bu bolamni hech qilma deb ko'rsatgan tirishchanliklarim badaliga nurg'unlagan tahdidlarga, nurg'unlagan ig'irchiliklar uchradim. O balaninki ideyasini o'zgartirishda shu yerdagi Turkiyadagi shaxslar rol o'ynadimi? Buni bola Malayziyada bir oy jarayonida asosan shu men degandek kallasi boshqa emasli bir katta bola. Ay dada, zodi biz Oshiyonga ketmasak bo'lmaydi ekan. Oshiyonda madrasada anday yaxshi ekan, anday yaxshi ekan, bu ekan. Biz vatanga shu yerga berib, shu yerda ta'lim olib, anda vatanga qayta oladi ekanmiz degandek fikrlar. Bu jarayonda bola uchun shunchalik badallarni to'ladim. Ko'rish tegishlik, har qanday ko'rish tegishli odamlar bilan ko'rishdim. Aloqa bog'lash tegishli odamlar bilan har qanday aloqa bog'lab boqdim.
Ama mümkün bulmadı. Sen yüzden kirmelip çıkıp gel. Yok ben kirmeyme dedim. Kirmedim. 2017'ge kirgen vaqtda men tutulup ketdim. Yani bu tutuluşumga sebep bo'lgan omillar mening haqqimda har xil egizpas gap so'zlar bo'ladi. Voy, buning ay Suriya bilan bog'lanishi. Shu yer uchun xizmat qiladi. Shu yerdagilar bilan muomala qiladi. Shular bilan aralashadi. Degandek gap so'zlar ustimdan ko'p bo'ldi. Bu 2016 bu jarayonida bu yerda eng yaxshi xizmat qilayotgan va qalbi eng sog'lom kishilarimizdan Abdukim Mahsumajimkam va Abduqodir Yapchan akamiz bular bilan nihoyat yaxshi fikrlashgan bo'ldik. Bularning fikrlari menga shu qadar ta'sir qildi. Chunki biz Malayziyadan Turkiyaga kelib ta 2016gacha texi biz men bunchalik bir fikrlar bilan uchqishib boqmagan. Bularning bu fikrlari bilan uchqashgandan keyin bular yuzimga shu qadar bir illiq issiq ko'rindi. Undan keyin bu Abdukim Mahsumajimkamni meni shunda bir yaxshi ko'rdim, men bu kishini shunda yaxshi ko'rdim. Undan keyin taklif bilan istiqbolga kirib ishlagan bo'ldim. Bu istiqbolda ishlash jarayonida har qachon bu balamninki izdirgini qilib turdim. Bu balamni ichish jarayonida to'xtamay izlanib turdim. Oqibat 2017'de ben tutuldum. Tutulgandan keyin mendan so'ralgan bir eg'iz gap yo'q. Bir eg'iz gap so'rilib ham boqmadi. Ta 6 oydan keyin qo'yib berildim. Qo'yib berilgandan keyin bir eg'iz gap bo'lanmadi. Endi men tushunaman, har qanday bir davlatniki o'ziga loyiq bir qonun, qoida sistemasi bo'ladi. Hech qanday davlat endi Xitoydan boshqa, ya'ni kommunistik davlatdan boshqa bularmi bu Yevropadagi va demokratik davlatlarning hech biri qonun, nizomning sirtiga chiqib harakat qilmaydi. Demak, men boya so'zlab o'tgandek, endi mening haqqimda bo'lingan ba'zi bir gap so'zlar endi bularningki diqqatini qo'zg'agan. Diqqatini qo'zg'agandan keyin meni nazorat ostida, ya'ni bu jinoyatchi degan tarzda emas, faqat meni tekshirish, nazorat qilish. Bu maqsadda tutib turilib 6 oy tekshirildi. Bu jarayonda bir og'iz gap so'rilib boqmadi, ammo 6 oy har zaman kuzatildim. Undan keyin advokatlar yo'lmangdi. Men tutilishdan ilgari bu ba'zi qurolli guruhlar, Daeshlar haqida yozgan bularning ba'zi aktibashirlarini içip o'tirg'i chiqqan ba'zi asarlarim, ba'zi yozmalarim bu advokatning qo'li orqali mahkamalarga sunilib 6 oydan keyin men qo'yib berildim. Qo'yib berilgandan keyin jamiyat anglasam endi 15 yoshga kirmagan bola. 2017-yili, demak shu 15 yosh to'liq kirmagan bolaga men bu yerga kirib ketgan fursatdan foydalanib, men bolaga hech qanday bir ta'lim tarbiya bera oladigan bolam. Sen uni qilma, manda qilma deb uni bir endi unda qilsamki buni anglamaydi bola. Anglamasimi? Munosabatlik odamlar orqali buni to'sab qoladigan, kichkina bo'lsin bir sababchi bo'ladigan men bo'lgandan keyin bu bolani oldingi saflarda buning badallariga bir narsalarni tenib degandek bolani bu fidoyilik deganda bir ishqa solgancha. Endi keyin anglagan xabarim shu. Bu xabarni anglagandan keyin endi shunchalik nafratim oshdi. Voy, bir 15 yoshga to'liq kirmagan bolani bu badallariga bomba tenib, buni bu fidoyilik salalarining qanday vicdan, qanday iymon, qanday g'urur bu, qanday bir insonlik bu. Shu qadar nafratlandim. Buningki asosliq jinoyatchisi bormi? Ya'ni buningga undigan, buni qilgan kishilar ichida bo'lish kerak zoti, u 10 necha yoshlik bolani, ammo teshida bormi unda odamlar?
Mesela şu yer kirkitiş için çokum bunu edem yolu siliş lazım yani. Xitay bununla atip sak edemligi töhmet kılıvadı da yakının yağı. Ama zaten bu İstanbul'da yoki Türkiye'de bunu kılıvatkan yoki kıygan şahıslar buluş gerek. Bundaq adamlar barmı yani? Sizning gumon yoki farazlar bormi bu to'g'risida? Endi Agar tegishli bo'lmasa demisizmi mayli. Türkiye'nin istihbarat sahası bu sahada intayin tecrübelik. Xo'sh. Eğer şundala bağ olan bolsa Türkiye herkes bulan boş koymaydı. Endi mening bilishimde bundan niyeti bağla bu yolda faaliyet kılıdığanlar vardıgan ornun tep oldu da bilemem. Çünkü Türkiye'de bulara asasen urun hazırladım birilmedi hem. Hatta ben balam için tarifan erziyetlerim balam için bulardan bazı bir bağlanışlar, bazı muamelelerini kılışka mecbur boğallığım sebebinden şunçilik bir balamla kutkuzuş için elip bağlan kiçikken bir alaka muamelelerim Türkiye istihbaratlarınınki küzden keçip tutulanmağa yerde bular için hizmet kılavatkallarınınki bu Türkiye'nin küzden keçip tutulalaydı da bilmeydim. %100 Türkiye bunu bilip durdu. Türkiye bu ezelden meşhur devlet bu Türkiye'nin istihbaratı neçe 100 yıllık tarihiga devletin istihbaratı bilen tutudu. Yani kimnin qanday nefes ilayotganligiga diqqat qiladigan bir devlet shundoq. Ondan keyin mana şu balamninki men chiqqandan keyin balamning dardini yüzen bilaman. Demek bu kadar vicdansızlık, bu kadar şerefsizlikler yani şunçilik nefretimni qo'zg'adi. Aziz qarindoshlar, savolinglar bo'lib qolsa, naq maydonga telefon qilib so'rasanglar bo'ladi Abdurim qarindishimizdan. Chunki bu masalalarni o'tirib tashlashga sabab Xitoyning betarafdan hujum qilishi, jamiyatda ma'lum kishilarningki Abdurim qarindishimizga har taraflama hujum qilishi, ya'ni ma'naviy jihatdan. Tufayli bu narsalarningki biroz buni so'zlashga to'g'ri kelib qilyotidi. Shuni qanday savolinglar bo'lsa yozmasdan shu ekran nimaga telefon qilib o'zi bilan paramlashsangiz bo'ladi aziz qarindoshlar. Bu yerda yana mishada savolni nuqtalab etsam, Türkiye'de bunu yo'lga solganlarni Türkiye hükümeti bilib turdi. Demakçisilar ondan boshqa buni nima uchun Xitoylar boshqalarga döngeydi masalan, u yo'lga sapdi, bu yo'lga sapdi. Ya'ni bu saq odamlarga fitna qilish uchun ularni sizlar bizdek va yoki boshqalardek masalan sapmasak hech qanday terror ishlarga chetilib qolmagan, u yer bilan munosabati yo'q odamlarga choplab, hatto bizmi uningki nimasiga fitnasi ketdik aynı zamanda. Bugungacha bir isbot yo'q. Ama Xitoyninki nimasiga uchqab keldi. Sizlar ham bu jihatda jamiyatda bir qism kishilarning ziyniga nimasiga fitnasiga uchqab keldi. Buni kichikkan to'xtalib boqamdiq agar to'g'ri kelsa. Ya'ni endi men chiqqandan keyin mening haqqimdami to'xtab qolmadi. Ta hozirgacha to'xtab qolmadi. Hatta bu Türkiye'ye kelgan nurg'un qarindoshlarım ben şu birinchi qatim tutilgandan keyin demak buningda bir ish bo'lmas tutilindi. Hatta kelgandan keyin nurg'un ba'zi ko'ziga ko'ringan shaxslarimiz men bilan ko'rishishni maqsad qilgan nurg'un qarindoshlarimizga buning bilan ko'rishmanglar. Buning iddiasi chatoq bor. Buning iddiasi bu shu oshqun ideya bilan qurollanib qolgan. Buningda ijroq turinglar. Deyilib, hatta nurg'un qarindoshlarim, ya'ni o'sha ziyolilar tabiqasidagi ilg'or fikrdagi nurg'un qarindoshlarim mendan qochganligini dedi keyin. Bu shunday fikrlar yetganligi uchun biz sendan qochdik.
Hatta men şu balamның derdide yürüyatқан vaqtlarımның özüde şunda gepler davamlı kelip turdi. Sen unda adam, sen bunda adam. Men aytdim ki, men şunda ya unda adam bo'lgan bo'lsam, şu adam bo'lganligimga loyiq bir dalil isbotini keltirgin. Birinchidan tuhmatdan Allohdan qo'rqinglar. İlahim aytaman mening haqqimda yana shundoq tuhmatlarni, yana shundoq xiyollarni qiladigan qarindoshlarimiz bo'lsa, Allohdan qo'rqishni tavsiya qiling. Chunki bir odamning kallasida nima bor? Uning kallasida qanday fikr bor? Bu g'ayibdan so'zlashning o'zi bir musulmonga yarashmaydigan bir ish. Agar mening kallamdagi fikrga, mening qilgan bu millatga, bu ummatga, bu vatan davosida qilgan faoliyatlarimda ziyonli bir ish harakatlarni, amaliyotlarni ko'rganlar bo'lsa, dalillarni oldimga kelsa, sen bugun chog'da ma davoyimiz bunday ziyon solgansan. Yoki bugun yer uchun sen xizmat qilgansan. Mana ma isbot dalilimiz deb oldimga olib kelsa, men aytdim. Men şu kadar nefretlanadigan bo'lib ketdim. Bir farzandimni, emdilardan 15 yoshga kirgan bir farzandimning hollariga sabab bo'lgan kishilarga meni bog'lab, uning odami deyishning o'zini bo'lman qilingan ajoyib bir tuhmat haqorat. Hatta men şu gaplar ustimda to'xtamaganligim uchun oxiri ikkinchi qatimda tutildim. İkinci qatim tutilgan vaqtimda hatta soqchilar mana shu qadar "Voy bu nima deb tutdimiz seni? Voy biz seni tushunimiz birinchi qatim mushad bir oy turgan odamsan." Ya'ni qarakoldagi soqchilar. Hatta shu qadar menga bir kasallik bo'lgan bo'ldi. Hatta orzuim qoldi, orzuim deb chiqib aytdim. Orzuimda turish jarayonida ham shu yerdagi turk soqchilar, şu yerdagi Türk memurlar bana şu kadar bir yaxshi nima desem şu sharoitlarni yaratib berdi. Hatta boshqalar bermagan sharoitlarni berdi bana. Ondan keyin yana chiqdim. Men chiqqandan keyin yana anglayotgan gapim bo'ldi. Bu chiqdim deb bir hafta bo'ldi. Bir hafta bo'lgandan bu yana anglayotgan gapim yana ba'zi shunday bir odamlar shu bir ayning ichida birga o'tirishib 8-10 odamlar bilan yana mening haqqimda shu gapni. Voy buning kallasi zodi chatoq. Buning kallasi zodi bir qandoq. Bu men choponlarni ko'tarib, men uning xizmatini qilib, ma'rifalik qilib bo'lgan odamlarning kallasi saqmish. Mening kallam chatoqmish. Men ba'zi odamlar bilan aloqa muomala qilganim uchun mening kallam chatoqmish. Bana sebep bo'lgan odamlarni kallasi saqmish. Bu qanday bir mantiqiy tushunmadim. Men shu qarindoshlarimizga ham yana shuni tavsiya qilaman, Allohdan qo'rqishni tavsiya qilaman. Yani biz elbette bir Müslüman bir adamın ağızdaki sözüge qarab işinişimiz lazım. Yani sizin demek çoğallıkları benim undak kişiler bilen hiç kandak bir alakam yok. Yani ben bir şeyde ağzaki bir yerde değme. Şunun için benim kendimden undaq bomboğul fikirlerini, ispatsız, delilsiz nərslərini taşlamaqla deməkçisidir. Yani biz faqat özümüzdə ağzaki ifade qıla alayımız. Balam bu vaqtda aloqa münasibətlərim bo'ldi. Shunchalik qulluq bo'ldi. Chunki balam uchun har qanday bedelni to'lashga rozi bo'lib tavakkul qildim. Ammo balamning muomalasidan keyin 2017da balamni yedi, balamning ishi tugadi. Endi nima ishim bor mening? Yani nima tugamaydigan mening ustimdagi bu tuhmatlar. Demak, bularni Allohdan qo'rqishni tavsiya qilaman. Bu yerda Allah razı olsun. Sizning vatanda qancha bola bordi? Vatanda 5 bolam turib qolgan. 5 bola. Keyin sizning o'g'il chiqishga muyassar bo'ldi. O chiqqandan keyin shu bir yildan keyin ashta bo'ldimi? Fidoyilik harakatiga silyapti. 2017 ekan shu. 2017. Vatandan chiqib qanchalik vaqtdan keyin hisobda?
Hoş. Yani bir yerde iki nokta var çok bu. Biri onu kim aşındaq terbiyeledi. İkincisi yani tesir gösterdi balaga. İkincisi kim bunu şu yerge ap kaçtı. Bunu Bunu bun uyarga tavsiye qilgan balla bu Malaysiyada bu ballarning hech qaysi yo'q. Bu Malaysiyadan kelibla birer yarim ay ichida bu balla şu balamni elib ketib birer yarim ay ichida bu ballam yo'q bo'lib ketgan. Endi bu balamni elib ketgan balla biz vatanda bir yurtluq, bir mahallalik balla bu. Biz vatanda tushunadigan endi Xitoyga bo'lgan nafratni teshib turadigan balla. Xitoyning shu qadar zulmlarni ko'rgan. Bu Xitoydan bu qanday qilsak Xitoyga qarshi bir faoliyatlar bilan shug'ullana olamiz. Qanday qilsak Xitoyni bu vatanlarimizdan haydab chiqara olamiz deydigan ongidagi balla. Ammo bu balla Malaysiyaga kelgandan keyin kallasi, fikrlari shu yerda tegishdi deb bilaman. Shu yerda tegishdi. Chunki bu yerda shaxsan men shohid, bu yerda Abduqodir Yapjon va Abdukim Mahsum deydigan ikki odam bor. Ulardan yiroq turinglar degan mazmunda elib berilgan da'vatlarga men shohid. Hatto men Abduqodir akam Yapjonniki shu vaqtda bir videosini ko'rib olsam, bu vaqtda qo'limizda telefon yo'q, iPad deydigan narsa bor, kart tushmaydigan. Shu vaqtimda shuni ko'rib olsam, şu qo'limdan tortib elib, mana qanchalik bir qo'pol bir muomalalarning qilinganligi shu yerdagi 20-30 bola shohid bir uylik. Shunda bir millatchi odamning narsini ko'rib nima qilamiz? Demak, bu Malaysiyada bir yil turib qolishimizga sabab bo'lgan omillarni men shunda yakunlaymanki, bu bir yil turib qolish bu yerda nurg'un siyosiy o'yinlarni amalga oshirish uchun bu yerda turib qolgan 10 mingdan 15 minggacha yoshlarningki, chunki bu yoshlarning mutlaq ko'p qismi turma hayotini boshdan kechirganlar. Mutlaq ko'p qismi turma hayotini boshdan kechirgan. Qolgan qismlari asosan 25 yoshdan ostidagi 15 yosh bilan 25 yosh oralig'idagi bo'ladi. Demak, bularning fikrlarini intayin tez suratda kontrol qilgani, bularning fikrlarini nayt qulaylik bilan yangicha fikr hosil qilgani bo'lgan bo'ldi. Yani şu 1 yil 2 yil jarayonida Malaysiyada turg'izib Uyg'urlarni shu yerda jiddiy bir da'vat orqali ashaga pidoyi qildiganga, ashaga yo'l soldiganga tarbiyalayapti Xitoy. Şimdi men shunday tushunaman. Bu menchimi bu to'g'ri fikrdek turdi, to'g'ri. Çünkü men şu qor yo'ldan chiqqan odamning birisi chiqqan vaqtda bu Xitoyning ichki o'lkalaridan ta shu Birma chegarasiga kelguncha bir yerdami bizning oldimizda tursa tekshiradigan chozi yo'q. Chozi bor, quruq chozi bor, odam yo'q. Ama yo'lning qarshi tarafida mashinalarni birma-bir tekshirayotgan chozlardan ikkini ko'rdim. Yani bunun da aş 4 devlet mi sizningcha şu vatandan chiqqan hijratchilarni ay 4 devletliklarning mi hukumatning mi xabar bo'lishi mumkinmi? Belki bu Tayland, Malaysiya bu aralıqdaki yollar hali uzundan bu yana bu qaçaqçılık taraqqiy qilgan qaçaqçılık guruhlar shakllangan bir davlatkan bular. Bu davlat. Belki bu yolda bu Tayland bilan bu Birma biyaninki menimcha bu Xitoy bilan bunda anglashmasi bordi deb gumon qilmayman. Agar bor bo'lsa cho'qim Malaysiya bilan bo'ladi deb bilaman. Malaysiya. Yani
Türkiye'ye bir yıldek, bir yarım yıl aralıkta kilenmegen Uygurlar yolunu fakat tapıp. Kilenmey hemmimiz topluşup bir öyde fakat şu an ideya, Hmm. şu fikir, muşaktan başka narsa yok. Şu Malasya'da. Malasya'da. Demek bu İstanbul'a gelse Abdülkadir Yapcan, Abdülhakim Maksum Hacim Katarlık ustazlar, kırındaşlar, rehberler bulanı tutup kalıdı. Yani Uygurlarını Suriye'ye yoluk silişine ibaret bu Xitayning çoğun suikasti iş açmaydı deb Malaysiyada Uygurlarını to'xtatib bilib shu yerda iddiviy fikir taqib hareket ishlab u yerda jiddiy da'vat ilib berib Suriyaga yo'lga chiqadigan shakl kallaga akab qo'ygandan keyin Malaysiya yo'lini ichib etdi desak to'g'ri bo'lamdi. Ben şundarak düşündüm. Çünkü bu Xitay hazırkıdak bu biz milletine vatanda yok tutuş için xalqaroningki bunga ko'z yumdi, xalqaroni ko'z yumdirish uchun bizlarni xalqaroga terrorchi qilib ko'rsatishga bu ajoyib yaxshi bahona bo'lib ko'rdi. Chunki bu vatandan chiqqan Uyg'urlarning hammasi oldi-keyniga qaramasdan bu urular ketgandan keyin demak xalqaroda bu Uyg'urlarga nisbatan bularning kallasida oshqun ideya va millat deydigan bir umumiy millat nuqtasidan bu baho berilgandan keyin chunki men boya deb o'tdim bu chet elga chiqqanlarning mutlaq ko'p qismi qalbida Xitoyga bo'lgan g'azab nafrat eshitib turgan. Mutlaq ko'p qismi turma hayotini boshdan kechirgan. Ya'ni Xitoyningki barcha bu zulmlarga xo'rlik qilib uchragan. Butun hayoti Xitoy tarafidan nobud qilinganlar. Demak bir insoniy yashash haqlarini tortib olinganlar bu. Bu holatda bularni Xitoy bu chiroq uyumbasa, demak eng avval mana bu ilg'or Xitoyga qarshi fikrda, ilg'or fikrdagi va buni aktiv ovoz qo'shadiganlarningki, ya'ni Xitoyga eng og'ir tahdid bo'lganlarning avval birinchi qadamda bu qadamni oladiganligini bu Xitoy oldi birin faraz qilganlar. Amaliyotda degandek bu chegara ichib etilgandan keyin bu Xitoy g'azab nafrat eshib turayotgan, vatanda kerak keladigan Xitoyga eng og'ir tahdid bo'lgan odamlar umumyuzlik degandek vatandan ayrıldı. Onun için Xitoy bu maqsadlariga yetdi, vatanda o'zi xohlagan ishlarni olib beryapti. Endi men o'zimizning asli gapiga qaytib kelsak, endi men yana bu ikkinchi qatim chiqqandan keyin yana menga yetgan xabarlar, yana mening haqqimda shunday salbiy fikrlar bo'lib o'tdiki, bu fikri buningki. Bu hozir vatan deb o'tirg'i chiqdi, millat deb o'tirg'i chiqdi, din deb o'tirg'i chiqdi. Ammo bu o'yin o'ynayapti. Buning kallasida u yo'q. Bu falan Suriye bilan ta hozirgacha munosabati bor. Bu Suriye uchun xizmat qiladi. Buning kallasi suriyalik fikr bilan qo'shib ketgan. Deb hozirgacha so'rovlarda, ba'zi o'rinlarda mening haqqimda bu shunday salbiy fikrlarni qilayotganlar Allohdan qo'rqsin deyman. Men bu orqali bu Suriyada turayotganlarni ayiblamoqchi emas. Bu yerdagi bu qarindoshlarimizni ayiblamoqchi emas. Ya u yerda har xil odamlar bor. U yerdagi odamning hammani biz xato, sen Daesh, sen nima deb hammani bir tayoqda sanash bu to'g'ri bir ish emas. U yerda nurg'unlagan ularni ayiblamayman. Ammo meni ularga bog'lamasligimni tavsiya qilaman. Va Turkiyada turayotgan ba'zi mening haqqimda har bir ish harakatlarim uchun kuzatayotgan ba'zi ko'zlarning Allohdan qo'rqishini tavsiya qilaman bu ko'zlarga. Men hech qanday bir yerga aloqa va bog'lanishim bo'lib, men hech qanday bir yerning chopinini, hech qanday bir yerning to'nini kiygan odamman. Bulapmı ma 2-3 yılın mabeynida men hech qanday meni ma'rif jamiyati, meni Dunyo Uyg'ur qurultiyi, meni boshqa bu milliy majlis,
mayli Suriyadagi har qanday jamoatlar, demak Uyg'ur tashkilotlariga munosabatli hech qanday tashkilot, hech qanday bir partiya, hech qanday bir guruh bilan meningki bularning a'zoligini qabul qilib, bevosita bularga tavallik bog'lagan tavallikim yo'q. Men hammasida faqat vatan, millat, din uchun qilayotgan xizmatlarning hammasida inshaalloh men o'rtaq. Ulardan kelishcha hamkorlikdaman. Yani bu yerda bir qarindishimiz yozibdi, sizning kayningizdan gap qilganlar shuningga tava odamlar deydi. Shuna shu yo'lga selishqa buni qanday qaraylar? Yani sizning masalan bu yerda manda bir o'yin borchu, Abdurahim qarindishim. Hozir bu Suriyaga odam yo'lga soldi, u bu deb shu saq odamlarni qaralab qilayotgan odamlar bor endi. Buni endi Xitoy boshlab berdi. Xitoy boshlab bergandan keyin buningdan foydalanayotgan Istanbulda yoki Turkiyadagi Uyg'urlarmi bor. Ya'ni saq quydan gap qo'yib, o'zining jinoyatini yepish maqsadda. Shu bu yerda sizlarga shu fitnani qilayotganlar o'zidagi jinoyatni yoshirish uchun shu odam sog'an insonlar yoki aşağı basan udul cennet kirib nim qilasan deb tashviq qilganlar o'zidagi jinoyatni yoshirish uchun sizlarga atib qo'ygan bundoq bir ehtimollik bormi demoqchiman. Belki endi men 2016 yıl ahirlerinden başlap men qo'limdan kelgan imkoniyatlar bilan bu tarafdagi ketishni to'silishga sababchi bo'lgan bo'ldim. 2017 yıldan tatip. 2016 yıl ahirlerinden başlap. Şu vaqtdan tatip to'sishga harakat qildi yani. Demak, qachon men shu to'sishga harakat qilgan, ya'ni oshkora to'sishga harakat qilib o'tirib chiqqandan tortib bana bo'lgan dushmanlik ochdi. Bu bir. Ikkinchi biri bu yerdagi odam, bu yerdagilarni eng vahshiy shaklda yomon ko'radigan, shu qadar o'chmanlik bilan muomala qiladigan ba'zi yaqinlarimiz men balam uchun shu ba'zi bir aloqa muomala bo'lganligim sababidan meni shu yerga bog'lab hozirgacha mana shu choponni kiydirdi. Ularning o dushmanligi meni to men o'lgicha şu çapanda öldürdüğün çıkıva qarabı. Mesela bu yer mundaq deyiş bo'lamdi. Türkiye'de turup aşağı bağmanlar degan shaxslarninki mening bilishimcha ko'pincha tutilibdi. Sizninki aşağı to'sqanliklari uchun boshqalar sizni boshqa bir gunoh bilan Türkiye hukumatiga chiqib, mundaq bir haqsizlik qilib sizlarga ashundaq so'ltayotganlik ehtimoli bormi birinchi qitimda? Yani asas ideya sizning to'sqanliklari uchun demoqchiman. Aşağı kishilarni bağmaslik chaqirganliklari uchun tutildimi demoqchi. Adab bilaman. O ihtimal. Bu bir ihtimallik, ama yana bir ihtimallik men bayağı degandek şu ba'zi bir guruhlarga shunchalik jon jahli bilan o'chmanlik qiladigan yaqinlarimiz mana shu chopanni kiydirganligi sababdan, shu o'chmanlik sababidan balkim mana shunday qilgandi deb gumon qilaman. Bu gumonim faqat. Ammo ikkinchi qatimlikqa sabab bo'lishiga men hech tushunmadim buni. İkinci qatim birozdan keyin kelamiz. Men bu yerda bir hissiyotlarni tushunib boqmoqchi, ya'ni 5 baldan ayrılıp çıkıp, ayol baladan ayrılıp çıkıp, şundaq bir jabba tatıyotgan mezgilde, yani bir 11-12 yaşlardaki sizin baladan ayrılıp ketişleri ve bu balının haksız yolda başkalarının kollanışıga uçqap ketişi, bo'lab şu xabarni anlagandan keyin sizda qanday bir hissiyot paydo bo'ldi, yani bir dadu bo'lash sifatlari bilan bu yerda abay biraz ifodalab o'tdilar, ammo nurg'un qarindoshlar bu ishninki achchig'ini bilmaydi. Bilmay uyda o'tirib bir gaplarni davirdi, u yerga bordi, bu yerda qildi deb. Ammo dadni tortayotgan yanilam shuningki
zoya ketgan qarindoshlarning oil tavobati sizlarga o'xshagan. Bu hissiyotni yana bir ifodalab berishga bo'ladi bu mumkin. Agar Bu hissiyatni xolislar yani. dadılık sübet bilen hem de kanda ifadeleş gerek oldu. Bir narsa diyemeyim. Çünkü bana şu haber kelgen vaqtida neçe gün hem de hoş kallam yüzümde bulmay kaldı belki. Hmm. Belki nefretim şu derecede açtı ki şu meni şu yerga bağlagan hozirgacha mavjud bo'lgan odamlarga berib shunchalik yaxshi esilg'im keldi shularning. Hmm. Bu yerda yana bir masala bor. Hozir o'tgan qitimmi hatto bizlarning ustimizdan tortib tuhmatlar to'qildi ashaga adam nim qildi deb. Isbot talab qildik, hech qaysi chiqarib bermadi. Bu yerda yana bir masala bor. Nima uchun shu yerga ketganlar? Yuzlarcha inib chiqqanlar bor, masalan, İstanbulda. Bormi sizlarcha aşağı kirib chiqqanlar bormi Turkiyada? Aşağı Ben kirib destekte bir dep ettim. Hı. Bu hafta Türkiye istihbaratının küzüdün hiç kanday destek geçip tutulmaydı. Ya Türkiye istihbarat meselesi ayrım bir mesele. Biz ma Uygurlarning gepiga kelsak, masalan. Türkiye istihbaratı biz bir narsa diyemeymiz. Ular nima o'ylatydi, nima planlatydi? Ular davlat. Biz ularga aralashmaymiz. Kuchimiz yetmaydi, aqlimiz ko'rsatmaymiz. Türkiye istihbaratıga nisbatan xitob qilmaymiz. Ma Uygurlar manda olib ketdi, ya miyaga yo'liq silinib ketyapti, miyada adam yo'liq silyapti. Maaş içilip maaş takılıvadı diyemeyiz. Çünkü bizim bir devletimiz, diplomatiya nimelerimiz yok. Hem Türkiye'ye hürmetimiz boğallık için biz Türkiye'nin her vakit ayayımız ve ayap kelimiz bunun denkiyim mi? Hazır Uygur meselesi, Uygurlarda mesela uya kirdi değil neticede. Kirip nurgulları çıkan buldu. Türkiye'den mevcut adamlar var uya kirip çıkanlar. Bular nima uchun o'zini kimning yo'liga sağalligini demaydi ki bu iş aşkarlanıp ketsin, bu iş tügüsün. Emeylenin üstündeki pitnin pesat ya. Abdurrahim Paraç meni yo'lga saldımı, Hüseyin Tecelli mi, ya ki falançı mı, ya pokonçı mı, nima uchun ular ağzını açmaydı? Şu kirip çıqqanlar. Ya ki şunun işideki insanlar bugünkü kunda torga çıkıvatıdı. Davamlı torga çıkalaydı hazır aşağıdan turup torga çıkalaydı, Facebook katlaşa. Hazır söhbetimizi anlap duruvatkan buluşu mümkün. WhatsApp'tan yazalaydı ki nima uchun İstanbul'dan bizni palanchi pokunchi yo'lga soldi, palanchi pokunchi bizning ideyimizni o'zgartdi. Abdulakim Maqsim Hojim Abduqodir Yapchalli bizni to'sdi. To'sqanlik uchun ular balkim ularning taqdirini ko'rdik. Ular nima uchun demaydi? Ya'ni bu haqqoniyatchi mujohid qarindoshlarimiz bizni yo'lga solg'adi, mavu. Unda haqliga nim qilmanglar qarindoshlar. Töhmet okumanglar. Abdurrahim töhmet okumanglar. Yan birisiga töhmet okumanglar. Yan birisiga töhmet okumanglar. Biz falan yerde bizni mandaq chaqadi, uyda tabliğni mandaq qildi. Bizning ideyimizni mandaq o'zgartdi. Bizni falan yerga yo'lga soldi deb ular nima uchun demaydi? Şimdi ben destekte dep ettim. 2016 yılı ahırdan başlap benim bu saha bilen bo'lgan bütün alaka muamelem, ular bilen bo'lgan hatta uçuş işlerimizden tartıp selam faaliyetimizgacha bütünlüğü to'xtaganligi alakamız bütün yüzümünü tartıp alakamı to'xtatganligim için bu haqda men aniq bir ma'lumotım bo'lmasligi mumkin. Tushundim. Endi siz Turkiyada yashayotgan odam albatta bu jihatda deyishni xohlamagan so'zlar bo'lsa, demislar bo'ladi. Ham biz adoqqicha sizlarda qarindoshlarni ya'ni inovatlarni töhmetlerden qutuluşlar için biz qo'g'daymiz ve keyninglar turmiz. Yani çünkü bu yerda mundaq bir mesele var. Bizningki eng cho'ng Allohning oldidagi eng cho'ng jinoyatimiz. İslam şeriatiga uyg'un bo'lmagan eng cho'ng jinoyatimiz Uyg'ur xalqininki. Isbotsiz bir narsaga ishonish. İslamda isbot talab qiladi, shohid talab qiladi. Bir adam yo'liga solgan bo'lsa, yo'liga solgan adam kim o? Uni topgandan keyin uni yo'liga solgan degil bo'ldi. Yoki bir odamni Daeshga chaqirgan bo'lsa, palani masjidda, palani uyda chaqirgan bo'ladi. U uy osmonga chiqib ketmaydi, shu yerda isbot bo'ladi. Chun bizning jinoyatimiz nimasi? Uyg'urlar bir odam bir narsani desam, darhol bunga ishonish. Ya qarindishim unda emasdi. Yoki
Mesela Abdurrahim Paraç işideki insanlar bilen alakası bakin digen vaqtida bir şahıs İstanbul diye başka yerde. Ya qerindişi ma'qul alakası bakin ispatlari barmı deb nima uchun so'ramaydi. Nima uchun biz ispat talab qilmaymiz. Shariatda bir qavrongli bor. Zina qilgan odamga 4 nafar ispat talab qiladi. 4 nafar, 3 nafar mi yetmaydi. O'g'irlik qilgan odamning mili talab qilinadi yoki naq maydonda tutib olganlik talab qilinadi yoki uniki aniq isboti mayli kamerada bo'lsin talab qilinadi. Uningdan boshqa nurg'un narsa isbot talab qilinadi. Nima uchun sizning keyinlardan gap qilgan vaqtida shu atrofdagi qarindoshlar isboting bormi deb so'ramaydi. Bu yerda biz jiddiy bir şekilde bu jinoyatni o'tkazyapmiz Allohning oldida. Şimdi ben tavsiye qilaman. Bu da ikkinchi qatim mana chiqqandan keyin yana quliqimga mening haqqimda yetayotgan o'sha tuhmat gaplar. Endi qarindoshlarim bunga bir insoniy g'ururini, insoniy vijdonini, insoniy yuragini bir tutib beqib. Agar qanoat topmagan bo'lsa, men Abdurrahim Paraç Turkiyada bor, kelib men bilan fikrlashib, men bilan suhbatlashib, mening qanday odamligimdan, mening amaliyatimdan, amaliy turmushlarimdan birga yashab beqib tushunsin mayli. Ammo mening haqqimda yana shunda tuhmatlarni qilishdan va shunda tuhmat xiyollarda bo'lishdan Allohdan qo'rqishni tavsiya qilaman. Bu odamlarning bir nechasini ismlari bilan, bir nechasini aynan aytib keldi bu odamlar. Qarsam bularning ba'zisi men bilan bir mahallalik vatanlarda shuncha yil turmalarda yotgan, shunchalik ko'zi ko'ringan bir odamlar. To'xtamay mening haqqimda bu Abdurrahim Paraç deganning amdachi, bu deganning Doish, bu deganning Oshqun, bu deganning zodi Turkiyaga tahdid. Bu zodi kallasi o'ngshalmaydigan, bu zodi kallasi bu manqurtlashib ketgan. Mushunda bir odam bu. Degan gaplarni tam o'sha 15-20 kun oldida bir muncha odamlar bayada o'tirib, shu gaplarni qilgan gaplarni men ko'tarib elib keldi qarindoshlar. Endi shular yana aytaman, agar buni anglamasa, anglagan qarindoshlarimga yetkazib qo'ysa, mening haqqimda shunda o'yini qilayotganlar Allohdan qo'rqsinki, qiyomat kuni qo'lim yaqsida o'qilishdan qo'rqsin. Yani bu meselede Xitoy fitne chiqarib, bununla Uyg'urlar tushib ketib, bir qism hamda bundaq ehtimollik bormi? Yani Xitoyning davomliqsining keyinlardan mustaqil gap so'z taqatganlik ehtimol unda bir narsa sezilmi? Endi men bunda his qilmadim. Yani sizning keyinlarda fitne taqatayotganlar, gap so'z taqatayotganlar Xitoy emas. Yani Xitoyninki jasuslar emas. Bağımlılıktan asla qarmayman. Lekin mana bo'lgan bir düşmanlikda bo'lishi mumkin. Demek özüm Mana bo'lgan düşmanlik bo'lsa, mendan bevosita olsa, mendan kelib olsa. Ammo ustimdan tuhmat bilan qaralab, menga yana manda bir musibatlarni berishdan Allohdan qo'rqsin. Bo'ladi. Undaqda bu tema mishada tugisi deb o'ylayman. Sizningki biz hamda Turkiya sharoitini sirtdan bilsakmi, ichki sharoitini toza aniq o'qib ketmaymiz. O turmining sharoitini birozjiq deb baslar, birinchi qitim va ikkinchi qitim yotgan u yerda nima ko'rganliklarini, uningdan keyin biz mana shariat nuqtasiga o'tib ketsak deb o'ylayman. Endi bu Xitoy turmusi bilan bu yerning ahvolini, bu mening turg'unim turma emas. Ya'ni geri gönderim merkezi deb Türkiye'den chiqarib yutish qaror qilingan odamlarni tutib turadigan o'rin. Bu Xitoyninki tutib turish o'rinlari asla selishtirgan olmaydi. Bu Xitoyning turmalarida tutib turish o'rinlari yetib topgan odamman. Ammo bu yerda ibodatlarimiz joyida, ibodatlarimiz uchun shunchalik yordamlarni yurdi. Hatto shu boshqa kunlarda, dushanba, payshanba kunlarda Ramazon tutamiz desak, hatta tamaklarni alayda o'rinlashtirib, shu Ramazon tutishimiz uchun, shu nafs Ramazonni tutishimiz uchun shunchalik yaxshi sharoitlarni hozirlab bergan ekan. Xo'sh.
hem de tamaklarımız, hem nersimiz joyida. Fakat bizde cemiyetten ayrı etiklik. Cemiyet bilen boğan Allah'a muamele, münasebet hem nersimizni kesip ayrıldık. Fakat bizninki cemiyetteki erkinlikimiz cemiyetten ayrıp taşlangan. Yani o yerde başka çoğun bir kıyınçılık yok. Hem de bana nispeten bir kupal muamele kılıngan. Nurgun gaplar bulunaptı. Vay, Abdurrahim Paraş'ta daş dep tuttu, terörçü dep tuttu. Şular bilen bir idem saptıken, muamele kıptıken, şunu tuttu dediğin gaplar çıktı akıptı. Muşunda asas yok gaplarını taqatkan, muşunda asas yok gaplarını kılganlar. Allah'tan korksa. Meni sen mandaya bağlanışın var. Ya sen manda adam boğanlıkın için biz seni tuttuk dediğin bir ağız gap bulmadı. Fakat dosyasında bana neyse şikayet. Yani Türkiye'ye tehdit buluş mümkünçülüğü bağda paralgan ekipler bilen ilişkisi var deb guman kılındı o. Demek yazılgan narsa şu emez bunda. Bunu ekilip advokatla degan gaplarning hammasi degan gaplarning shikoyat. Bizni aşağı tutib turayotgan ma'murlarning degan gapi ustonda shikoyat bo'lgan. Shikoyat. Degan gaplar shu. İkinci qitim kirganlarda chu. Ikkinchi qatim shu o'xshash. O'xshash yak kirdim. O'xshash. Ammo bizdan yo bir og'iz gap so'rab boqmoqlik sen manda odammi? Hatta nurgun gaplar olib, voy berib Abdurrahim Paraş'ni shunda Xitoydan kelib so'roq qildi degan gaplarni angladim. Voy Xitoydan kelib so'roq qildi deb anladik shunda qildim. Voy bu odamlar nereden topib keladi bu gaplarni? Menimcha bu sizlar ba'zan narsalarni hamda oq ko'ngilliklar tufayli kechirib o'tgan bo'lishlari mumkin. Undan boshqa ba'zan narsalarni sezolmay qolgan bo'lishlari mumkin. Xitoyning ig'ir darajada qo'li bor chet ellik Uyg'urlarni, chunki shu biz vatan ichidagi, ya'ni Sharq Turkistondagi bo'lginchilarni tozalab bo'ldik. Hamda butun hujumni Sharq Turkistonning sirti, ya'ni chet eldagi bo'lginchilar qartimiz deb aniq bu yerda hujjat tushuglik. Bizni nima qila oladi Xitoy chet elda? Hech nima qila olmaydi bu bir. Xitoy chet eldagi Uyg'urlarni bir narsa qila olmaydi fiziklik jihatda. Kelib bir Xitoy bizni bir mush qo'yolmaydi. Yoki Xitoyning saqchisi kelib bizni tutib ketolmaydi. Chet eldagi hujum nima desa? Chet eldagi hujum butunlay psixik hujum. Xitoyning fitna basat taqitishi bir qancha odam to'xtamay ishxonada o'tirib, to'xtamay ism o'zgartirib Facebookda yozadi. Biz bu gumpaga bek tushib ketyapmiz. Sizlarni Daesh Xitoydan kelib so'roq qilibdi. Daeshgan, ukan, bukan deganlar mencha Xitoy. Uningdan keyin bu so'zni, ya'ni Xitoyning odamlari chet eldagi va chet eldagi Urumchidan, Bejingdan to'g'ri chiqayotgan to'r soqchilari uning buningga WhatsApp to'plariga etib qo'ydi buni, yoki WhatsAppdagi ba'zi gap to'shiydigan erlar va ayollarga deydi. Xitoy Urumchida o'tirib, Xitoyning Uyg'ur jasuslari. Qaranglar. Abdurrahim Paraçni Xitoy so'roq qilibdi deb shu nimaga deydi? Chunki bizga bekjiq deydi-ku bular. WhatsAppda andamam. Menga shaxsan WhatsAppdan gap qilib dunyoda g'ayvatini qilib bermagan rahbar qolmadi. Mayli Rabia Qodir xonim, Dolqin Ayso, Said Tumturik, bütün tashkilot boshliqlarini Qarangli Husayn Tajalli andakin. Qarangli Mamandakin deb WhatsAppdan menga yozdi. Yazgandan keyin sizlar kim? Ovozlarini anglab boqay, nemishqa bunda deylar degandan keyin ba'zilari yo'qolib ketadi, ba'zilari yani o'tirg'i chiqolmaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ovozingiz bor. Alo. Men qarindoshlarning naq maydonga telefon qilib ekan, ammo herhalde mening ovozimni anglamayotgan bo'lishi mumkin. Naq maydonga telefon qilgan qarindoshlar darhol shu ekranni o'chirib o'tib, uningdan keyin gap qilmasanglar, men ekran bilan naq maydonning oralig'ida 15 sekund farq bor. Shunga bir boshdan anglab turib, bir boshdan telefon qilsanglar bilmaysizlar. Shunga telefon qilganlar butunlay naq maydondan ajab telefonda gap qilish lozim. Assalomu alaykum.
Selam. Siz naq maydonga telefon qildimi? Naq maydonga telefon qilibdim. Ha, bo'ladi. Hozir sizlar naq maydonda ovozlarni anglayapmiz hammaylar. Qanday gap so'z bo'lsa, o'tirib qo'yishlar bo'ladi. Sizning ovozini anglatamiz. So'zlisi bo'ldi. Gap ketam. Bo'ladi. The Bluetooth device is ready to pair. Sizlar bu programmani taqib o'tib, programmani taqib eslar, men bu telefon bilan programmani oraliqida vaqt farqi bor. Hozir mening anglayotganimni qarta gap qilsizlar bo'ladi hozir. Programmani taqib eslar, programmadagi ovozni anglaysizlar. Taqib etdim programmani. Tamam, so'zlisi bo'ldi. Mening endi assalomu alaykum. Mening savolim endi. Mening umush 3 og'aynim 18 yosh, 19 yosh, 20 yoshlik bolalar bir kechada yo'qolib ketgan. Xo'sh. Bu bolalarni keyin katta, keyin oldik, o'sha ketganligini. Biz yaxshi o'qigan qariya Qur'on yaxshi bo'lmadi. Keyin ketdik, keyin Suriyaga ketganligini oldik, o'sha ketganligini bizim da'vat qilgan bo'ldi. Keyin biz Turkiyaga keldik. Turkiyaga kelgandan keyin bizga biz qanday kirmaymiz o'shaga desak endi. Bizga çoğunların dep berler, mandadan kaçak basanlar, sizlerine aşağı yola salıdı depemde. Bu adamlar hazır Türkiye'de yaşavatıdı. Adıma pestikalarında imkas izvatıdı. Abdülün Paratak'a sizin aşılarını sizin aşkar yanmayı seyirdi. Mesela Paratak'ın korkusu mümkün, ensirişi mümkün. Mesela bizle aşağı barlıda bağa vaktamı doğan emdi. Doğan biz sınav için kıyğanda emdi. Bizim ayıkları sınav yok ama ağabeylerimizin davet kılıp açık olsak diyen emdi. Atanızla görüşmeyi, atanızla bize telefon kalıp bedendim. Biz balamı tekbeyden bozağın efendi. Aşında bir kıyım kıstaklık kalğanda bize. Şu sebepten hem de hazır deydiğen sualım hem de muş çoğun cemaat deydi, muş cemaatin Türkiye adamları varken. Muşla olan Türkiye istihbaratının ikisinin kısa bağım hem de. Bunun soruyan sualım. Çoğun cemaatin de Türkiye'de Uygurlar aşında aşılar karşı çıksa ya ki uzakıysa aşıların edepsizlikdeki, aşıların kokmaydıgan, aşıların bir taraf kılarak küçük bağımı benim soruyan sualım. Sonradan haber bağımı para dediğimiz mümkün. Sözünüz Mesela bazısını açıklamayın da şunda küçük kulatıkının küçük şunlardan haber buluş mümkün de sordum hem de. Sözünüz tügüdü mü ya? Sordum tügüdü. Tügüdü mü? Tügüdü. Oladı, rahmet sizge. Endi Xo'sh. bu haqda agar Qarag'anda eng yaxshi mendan yaxshi ma'lumotlarni biz olgan chiqib mushqirindishimiz, so'zlashimiz. Şu ma'lumotlarga asosan bu ahvollarni şu munosabatli odamlardan so'rasa qanoatli javobga erishishi mumkin. Chunki men aytdim 2016 yil oxiridan tortib mening barcha aloqa munosabat hamma narsam kesilgani uchun bu haqda bularninki kimlar bilan Turkiya taraflar bilan muomala aloqalarini yo'qligi haqida bizning bir kuchli istixborot qo'shinlarimiz yoki munosabatlik bir bu haqda ma'lumot olish uchun tirishgan harakatlarimiz bo'lmaganligi uchun bu haqda Ya bu yerda manda bir masala bor Abdurahim efendi. bilmayman men shaxsan. Manda bir masala bor-ku bu yerda. Biri kimning yo'li sog'inni butun dunyoda hamda xeyli jiq balli bo'ladi ekan. Cho'qim biz bu yerda oshkorlashimiz kerakmi? Bu bir. Biz shaxsan bizning qarindoshlik studiyasi bu bir qonunli organ. Gollandiya hukumatiga angelingan bu yerda-chu. Ondan keyin sizlar Turkiyada yashayotgan insonlar. Biz her zaman Türkiye'de neçe 10 ming, hatta 100 minglarcha deyli Uyghur qarindoshlar yashayotdi. Biz Türkiye hükümetininki kendinden gap qilolmaymiz. Türkiye hükümetiga qarshi gap qilmaymiz. Türkiye hükümetide, yani Türkiye'de bizning nurg'un qarindoshlarimiz yashayotganligi uchun biz bilmaydigan narsalarni va yoki Türk hükümetininki obrazıga dağ keltirdigan so'zlarni biz aqlli qadamli qilmaymiz bu yerda-chu. Nemish qilmaymiz? O'zimiz yashayotgan davlatninki nenni yavitib, uninki uyida o'ltirib o'tib, uninki havosini sumirib o'tib, sen anda qilding, manda qilding deb biz demaymiz bu yerda. Ham demaymiz. Ammo bu yerda xalqimiz cho'qim qarindoshlik studiyasida, cho'qim Abdurahim Parach, cho'qim Seyit Tumturk va yoki boshqalar yoki Hidoyatulloh Jimdamdoq
teşkilatlarını bu kişilerini deyişke kıstavlatıdı. Bu kişiler yolu sağan bolsa, bunu deyiş o koçularda meni жүрген bolsa, Suriye'ye adam sağan Uygurlar. Bu Facebook'a, WhatsApp'a bunu o adamlar halkımız özü mü diyeleydi. Falan yolu saldı, Pokoviç manda kıldı, ispatmaydı. Hem bunun degiçininki birden bir deyiş sahibi şu yerge bağlan adamlar özü. Ne için biz de birimiz bunu? Ne için bizden stüdyoda deyiş gerek bu? Ne için Abdurrahim Paraç deyiş bu gerek Abdurrahim Paraç o yerge bağımsa ya ki o yerde resmi bir yerde onunki gibi bilen bir şey ketken bir işi yok. Biz deyişimiz gerek mi kardeş? Sizlerden la onu. Sizler özenle kirdinler o yerge. Mescitlerde, öylerde, İstanbul'da, Malaysiya'da tebliğini özenle anladınlar. Aşağı kirse şehit olup gittikken, udul cennet girdikken, o bu dedi. Sizler özenle demem sizler kardeşler. Sizler bizden falan yoluk sağantı dep özenle ilan kılmamsızlar onu. Ne için başkalar atıp koyusuzlar onu. Ne için sizler diyemmeysizler şunu. Özenle kirip sizler o yerge. Hazır telefon kıran kardeşimiz mi herhalde? Böyle diken şunun tesiri uçkıgan iken. Sizlerden kardeşler. Bizden kılıvatkan hizmetimiz var. Hemen biz kılmaylı. Hem biz bağmadık o yerge. Şahsen ben bağmadım. Ben bağmağa yerge. Beni bir adam yoluqsam mıydı? Yaman bir adam tebliğ kılıp sen aşağıya bağın. Aşağıya basan udul cennet kirse dep bakmadı bana. İstanbul'da ya ki Malasya'da ya bir şeyde. Ama siz gidipti. Sizge saatler tebliğ kıptı. Sizni öylerde yatkızıptı. Kosqыңızı bekipti. Hatta yolga saptı. İstanbul'dan Gaziantep'e, yana bir yerge yetkepti. Aşağı kiripsiz. Sizden kirgeningizni biz dep beremdik. Sizni kimni yolga sağanligingizni. Onda qilmang qarindoshlar, Allohdan qo'rqinglar. Sizni kim yolga sağan bo'lsa, siz chiqib demamsiz uni ishkiran ochiq mana. Yoki yozmamsiz Facebook'ingizga yo WhatsApp'ingizga. Men palonchi isbotsiz shaklda emas. Ya'ni Xitoy foydalanib ketadi bu gapimizdan da biz. Normal odamlarni qaralab o'tishi mumkin. Men palonchi ismim. Men 2017-yil, 2016-yil, 2015-yil İstanbul'da falan uyda yotqizgan. Qo'sqamga manchilik tamoq bergan. Basan manchilik maaş alısan degan. Meni İstanbul'dan falan yerga optuzga chiqarib yo'lga sağan, u yerdan chegirdan o'tkazgan. Deb sizlardanlar qarindoshlar, sizlar o'zinglarning ishini bizga atib qo'ymanglar. Men qarindoshlarga buni tavsiya qilaman. Sizlar bu jihat qaytib qo'ydigan so'zlar bormi Abdurrahim? Bu haqda Meni gapim xatomi yoki? Gapim xatomi? Gaplar to'g'ri gap. Ya bunun derdini neçə yıl tartımız biz bu yerde? Bu yerde bu meselelerin ortaya çıkışına sebep olan neresi değil mi? Bu meselelerden işimiz yok. Şahsen benim işim yok. Ama benim hakkımda şu hakta bulunavatılan gaplar doğallık için bu gaplarga biraz düşünce yürüyüş için bu meseleler ortaya elip çıkış doğru geldi. Doğru. Şuna bu işler müşahede toxtasa, biz ikinci timiga yetkelsek Bulurum. Ya bu yerde bizni bir insanlar ayırsın, teşkilat başlıklarını ayırsın, bugünkü hizmet kılıvatkan rehberlerini ayırsın, bugün sizdek aktif milletin uyg'unishi uchun harakat qilayotgan qarindoshlarni ayırsın. Hech kim bugungacha bir o'g'il bola chiqib, palonchini yo'lga sog'an, paloniyat quliq pul bergan, ma optuzga chiqargan, ochigirdan o'tkazgan degan odamdan birisi yo'q, ammo nimishqa deb bermaysizlar. Nemish qundaq. Ya men shaxsan biz yo'q u o'rtada. O yo'lga sog'an yerda biz yo'q. Ko'rmadik, bilmadik. Ammo ismlarini deydi ekan, palonchi hojim, po'konchi qarim, ashta qilgan deb. Ammo o'tirdi bir isbotliq shaklda hech kim buni o'tirib qo'ymagan ekan, Xitoylar bundan foydalanib ketib, Abdurrahim Paraç shunaqa adami ekan, palonchi manda ekan, Husayn manda ekan, Seyit Turk manda ekan, Hidoyatullo hojim manda ekan deb boshqa odamga otib, normal xizmat qilayotgan siz bizdek odamni rahatsız qilyotdi. Rahatsız qilmanglar qarindoshlar bizni. Kim aşağı kirgan bo'lsa chiqinglar. Meni ya Abdurrahim yo'lga sog'ant, ya Husayn yo'lga sog'ant, ya palonchi yo'lga sog'ant deb chiqmamsizlar o'tirib maydonga o'zinglar borgan odam bo'lgandan keyin. Bizning yamanchiq rahatsız qilib, fitna basat
üstümüzden korumayıp demmeylin. Xitay bundan jiq foydalanıp ketyapti. Eğer muşu insanlar özü pidakarani çıkıp ispatlıq şekilde deyilgen bolsa, bizim bu pisneki qanmaydı Abdurrahim. Yaxşı adamın o pisneki qanmaydı. Şu Mücahit atalgan qarindaşlarımız özanlı danlı ya. Aşağı Türk bayanat bəsin buldu o. Afganistan'da, Suriye'de bayanat bəsin buldu o. Haçı çıkıpla bek, eğer nem kıldığı aşı olsa yüzünü takap koyap. Türkiye'den biz mançılık edemini yötküdük. Ya mançılık edemini yolu saldık deb bayanat bəs bolayverdi. Qoqaydığı aşı yok, Allah'tan başkasından korkmaydı demez Mücahitler. O bakadın bundan Xitay paydalanıp, bakadın hikaye kılıp, İstanbul'da palançının yolu saptıkken, bu konçmanda akıptıkken, anda akıptıkken de bu pitninden biz kurtulamatımız, bu pitninden kurtuluşumuzga şu yetki mücahitler yardım kılışı lazım. Yardım bir lazım. Aziz qarindaşlar, bu temanın 5'i tutkulluk ve şiiriyetinin tutkulluk tarafını müşahede ayaklaştırsak, Abdurrahim Paraş qarindaşımızdan manla bölüsle özününki ötkür mısraları bilen, şiirleri bilen, qafiyeleri bilen bizge ma'naviy jihatdan çok ozuq berip kelayotgan qarindaşımız, özünün şiirlerini her zaman o'ttirg'a tashlab xalqimizni ma'naviy jihatda ozuqlantirib kelayotgan qarindoshimiz. Bu da mı çıkıp yana bir şiirini misal alsak bir şiirini yazıp çıkıptı, ben o şiirden şundaq ta'sir aldım. Nayet güzel mısraları, güzel xalqimizga keladiganligini ifodelab yozilgan bir şiir. Eğer xohlasa Abdurrahim qarindoshim shuni bir qo'shib o'qib bersa, bu da budoq etim turmadan chiqib e'lon qilgan she'rlarimizdan birini. Bir özümüz biraz sakinleşeyle, biraz nim qilayli. Şiirimizni anglayli ve şiiriyetdeki Xitoyga qarshi münazirimizni yoki suhbatimizni davom qilayli deb o'ylayman. Marhamat. Şu vatan haqida yozgan bir şiirimni buni necha kun bo'ldi yozgani. Shuni bir o'qib bu haqda bir so'zimni boshlay. Xo'sh. Şiirimning temasi o'xshaydi. Suyum zemzem emas, Rizvondagi Kavsarga o'xshaydi. Uni ichganlaring baxsan, qiron bir erga o'xshaydi. G'arib sahrolarimninki tikan yantoqlari hatto sifatlab naqlay zaten chipor anbarga o'xshaydi. Behayvat o teg'in va soylingni, behayvat o teg'in va soylingni kim dedi tashlab, bana o taş emas asla buya mermerga o'xshaydi. Yurun qash osti bir dünya, onun qaştaşları hay hay. Qani olamda kimning bor, aya gavharga o'xshaydi. G'azalxon bedava shoir Livanni tam o'xshasa, lekin subhilarim dilni alar dilberga o'xshaydi. Bugün afsus güzel yurtum, çimen bağın xarab bo'lmuş. Qara avlodlaring holi nechuk kimlarga o'xshaydi. Shahidona, azizona, Xutem Qashqarlaring qolliq, qapaz ichira qanot quyruq, bo'g'uq damdarga o'xshaydi. Tushunmas odimiylikni, lain dushmanlaring aslo. Ular bosqan g'irish tuproq, bugun nashtarga o'xshaydi. Agar bilsa idi olam ularning aktini bir-bir, yozatdi qaytadan tarix, Xitoy xumparga o'xshaydi. Shuma jannat kabi yurtum, bugun holimga til bormas. İçim feryat qiliq to'ldi, guya mahsharga o'xshaydi. Ölüm kütmekte sadir ve nuzuk beğubarlarni yüzüge intiqam bo'lgan yaroq shamsharga o'xshaydi. Lekin hergiz demem Uyg'ur tugar hatto Turkiston. Stuq avlodlari bir o't, to'pon va salga o'xshaydi. Ben bu şiir haqida biroz to'xtalsam, ben yaqindan beri şu klassik Uyg'ur şiiriyati uslubida bir yozishga bekrak e'tibor beryapman. Shunday. Chunki 2005 yildan beri buyon vatanda ma'rifdan Uyg'ur adabiyoti asosini siqib chiqardi. 2007 yildan tortib
umumyüzlük 2007'den keyin tuluqsizdan keyingi maktablarda o'qigan yoshlarımızdan hammasi Uyg'ur adabiyoti butunlay bexabar. Demak, 12 yillik ma'rifda shu yaqin 12 yil tarixda o'qigan yoshlarımızdan hammasi Uyg'ur adabiyoti nazariyasidan butunlay bexabar. Bu haqda masalan mayli ipik asar, mayli piroz asarlari, sahna asarlari yoki she'riyat yoki nasriy asar bu haqda hech qanday bir ma'lumot yo'q. Normalde şiir bu qanday narsa? Bu qanday turlarga bo'linadi. Bu haqda faqat ma'lumotsiz. Ammo nurg'un qarindoshlarimni ko'rdim, shunchalik qalam quvvati yuqori, fikrlari o'tkir. Ba'zi yozgan narsalari shunchalik odamni qoyil qiladi. Ammo she'riyat sohasida sistemalik bir andiza, ya'ni Uyg'ur she'riyatiga xos bir nazariyadan bexabar bo'lg'achqa shunchalik tamtirab qolgan. Shunga mush yaqinda men yana mush 1-2 yilning mobaynida yozayotgan asarlarimning mutlaq ko'p qismi shu Uyg'ur adabiyoti, Uyg'ur she'riyatiningki, ya'ni klassik she'riyat, ya'ni shu oruz vazirlik she'rlarini asos qilib yozyapman. Endi bu oruz vazirlik she'rlarining tili intayin yengil. Hem lirikiligi kuchli. O'qishqimi shundoq bir odamga biroz lazzat yuradigan holat chiqadi. Chunki til yengil bo'lgan ekan. Shunga men mutlaq ko'p sonliqi mening yozgan she'rlarimniki shu klassik she'riyatdan o'sha oruz vazn shaklida yozishni asos qilib o'taman. Yeni davr she'riyatida shuncha yozib qo'ysam, bu haqda ko'p izlanmadim, bu haqda ko'p bir narsa yozmadim. Nurg'un yoshlarimiz menga bu haqda uchiriq qilib, telefon qilib, jiq narsalarni so'rab turdi. Ammo meningmi shart-sharoitlarim cheklik bo'lg'achqa, bularni bir qanoatlantirgidek, bularga bir tafsiliy sistemalik bu nazariya, Uyg'ur she'riyati nazariyasi haqida bir to'xtalib bergidek bir fursatlarni men topolmadim. Uyg'ur she'riyatimiz shu 2007dan keyin shu qadar ig'ir tahdidga duch kelgan. Agar bu holatda bo'lsa, Uyg'ur she'riyatidan bir nazariy asos ega bo'lgan yoshlarimiz o'tirg'i chiqmasa, bundan keyingi bir avlodning qo'lida demak Uyg'ur she'riyatining kelajagi taqdiri nihoyat bir xatarli holatda turibdi. Shunga men shu Uyg'ur she'riyatini hozirgi bu tahdiddan, bu xavfdan qutuldirish uchun bir bilik qarindoshlar bilan bir hamkorlash va bular bilan bir o'zaro fikr o'tkazib, fikrlashib, bir bilik qadam quvvati bor bo'lgan, natijasi ko'rinish mumkinchiligi bo'lgan, ya'ni biz ularni bu sohada yetaklab olsak, natija qozonish mümkünçilik ko'rinib turayotgan yoshlarimizni bayqadik bir oz sonda. Mushlar bilan birlikda inshaalloh bu Uyg'ur she'riyatini yenicha bir sahnaga olib chiqishni o'ylashyapman. Endi bunga qarindoshlarimizninki yorug'likda bo'lishini, mushunga qiziqadigan Uyg'ur she'riyatiga qiziqadigan qarindoshlarimizninki yenicha bir fikrlar bo'lsa, o'rtoqlashsak degan fikrdaman. Mush to'g'riliq bir masalan bir narsa qurib, gruppami yoki mayli Facebook, mayli WhatsApp'dimi? Bir narsa qurib Uyg'ur she'riyatini saqlab qolish uchun bir plan, proje bormi yoki shuni faqat orzu qilyapmanmi? Hozircha men bir plan tuzish oldida turibman. Shunga munosabatli qarindoshlarimizninki qo'llab-quvvatlashga muhtojman. Buning uchun avvalda bir ko'lamli bir faoliyat o'tkazib, maxsus shu Uyg'ur she'riyati haqida. Bu faoliyatda yoshlarimizni yetaklab bir sahnaga o'tirib chiqib, bir natija qozonganlarni
bir mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, bir bularga mukofot berish orqali bularningki bir qiziqishni qo'lga keltirish bilan bularni bir tarbiyalab shu xatar ostida turayotgan Uyg'ur she'riyatiga yangicha bir avlodlarni tarbiyalab yetishtirishni yaqinda boshlayman deb turyotiman. Alloh muvaffaq qilsin. Men buning uchun nurg'un qarindoshlarimniki qo'llab-quvvatlashga muhtoj albatta. Allah razı olsun. Yani bir yer bir qarindishimiz yozibdi. Arzu vazni haqida qisqacha bir tushuncha bergan bo'lsangiz debdi. Bu yerda men zaten sormoqchi edim. Sizningki she'rlaringizningki inqilobiy maqsadi, yani buningda siz asosi yaratib bermoqchi bo'lgan maqsad, mazmun nimadan iborat? Bu birinchi savolim. Ikkinchisi shu arzu vazn to'g'risida qisqacha qarindoshlarimiz so'rabdi. Yani nimani aks ettirmoqchi siz she'rlaringizda? Yoki universalmi har taraf? Yoritib bermoqchi bo'lgan maqsad muddao faqat mush qarindoshlarimizni faqat shu o'zininki tamomiy iqtidorini, tamomiy imkoniyatini hozirgi mavjud bo'lgan shu siyosiy uyonlardan mavjud bo'lgan o'zimizning ichidagi tafriqchilikdan vatan, millat da'vosi umumiyni qartish. Umumiy nazar doirasini faqat bizningki birinchi numurliq dushmanimiz bo'lgan Xitoy kommunistlarga qartish. Ve bunun için ziyonkashlik qilayotgan, bunun için to'solg'ilik qilayotgan shaxslar ve bazı kuchlarni qamchilash. Bularni tanqidlash. Aslında mushuk maqsad qilib yezib kelyapman. Ama bazı bir tanqidlarim, bazı bir qamchilashlar, bazı bir shaxslarga tegib qolgan bo'lishi mumkin. Ama shu vaqtda ba'zi bir fikrlar kelgan bo'ldi. Men bulardan umid qilaman va hargiz men ma'lum bir shaxsni ko'zda tutib, ma'lum bir shaxsga qarab hech qachon bir asar yozib boqmadim. Faqat shaxsga qarab yozgan bo'lsam, men faqat onamga, dadamga, farzandlarimga qarab yozsam yozgandim ben shaxsga, uningdan boshqa bir shaxsga qarab she'r yozmadim. Shuning uchun her qanday bir qarindoshlarimizga ba'zi bir shaxsiy suhbatlarga bir kalimalar chiqib qolgan bo'lsa, her bu men deb o'yladim. Çünkü bu şiirning qaratmaligi hergiz bir shaxs uchun bo'lmaydi. Agar shaxs uchun bo'lsa, bu o'zining she'riy xususiyatini yo'qotadi bu. Shunday. Bu arzu nimasi vazni haqida bir qarindishimiz debdi, arzu emas, aruz debdi. Buni qanday qaraysiz bilmadim. Aruz vazni haqida kichikkin tushuncha berib qo'yamsiz? Bo'ladi. Endi bu Uyg'ur she'riyat ikki turga bo'linadi. Biri barmoq vaznlik she'r, yana biri aruz vaznlik she'rdir. Endi bu yaqinqi davrda yenicha bir she'riyat maydoniga chiqdi. Yani bunu bir necha xil atalg'ularla atab keldik biz. Ba'zi modernizmlik she'r deb qo'ydi, yani ba'zi gungi she'r debmi atiladi. Demak, endi bizning o hozir demoqchi bo'lganimiz barmoq vaznlik she'r va aruz vaznlik she'r. Bu yerda bu barmoq vaznlik she'rlar bunun bo'g'imlari barmoq bilan sanaladigan. Bu she'rlar barmoq vaznlik she'rlar turiga kirib ketadi. Endi aruz vaznlik she'rlar bu turoq, ya'ni turoqlarga ayriladi. Bu yani Arap she'riyati bilan maslashgan holatda bo'ladi. Yani Arap she'riyati bilan jipslashadi. Bunun turoqlari, bo'g'im qofiya shakllari, bunun yezilish uslublari asosan Arap she'riyatiga yaqin. Bunun vazn turlari var. Bunun vazn turlari bu aruz vaznlik she'rlarni sanab kelsak, bu hozir mening esimda berishda 10 necha turdan oshadi.
bu en köp yazılıdığanları aruz vazirlik şiirlerinin içinde gazel şekli en köp yazılıdı. Onun keyin bu mesnevi şekli ve Muhammed şekilleri en köp şekilde yazılıdı bu küçük. Yani yakın davr chet elde turvatkan Uygurlarımızın içinde aruz vazirlik şiirlerini yazgan kırımdaşlarımızda ben asas cihetten kömüdüm. Anlamışsam uçkap kaldı ama asasen uçuratmadım. Yani şiirning ichiga cho'ksak nihoyatda cho'ng bir buloq buning tegi nihoyat güzel bir narsa adabiyotda bo'lib men intayin yaxshi ko'raman she'r o'qish yozish degandek masalalarni. Hozirgi shoirlarimizning ichidan qaratmalik shaklda kuchliq bo'lgan Uyg'urlar masalan she'r bir millatning ma'naviy uyg'onishiga nihoyatda jiddiy ta'sir ko'rsatadigan bir narsa. İlim ciddi bir şekilde xalqni uyg'otishga ilib boradigan misralik shoirlarimiz nima uchun kam? Ben bayağı dep ötdüm. 2005 yıldan ilgari bizningki vatanda bu Uyg'ur edebiyatı normal ders qilib o'tilgan. Demek ta 2005 yılgacha bo'lgan to'liqsizdan yuqori ma'lumotlarni o'qiganlar Uyg'ur adabiyotida alohida o'tirg'i chiqildi. Çünkü bular nazariy asos bilan to'liq bir uchrasha olgan. Endi yaqinqi davrda shu 10 yillik 15 yillik tarixda bu adabiyotni Uyg'ur adabiyotiningki nazariy asoslari bilan tutuşamaganlık için bunu münasebetlik kırımdaşlarımız edebi icadiyat sahasında asasen közgü kürünmüyordu. Bununki ben en hürmet kılıdığım vatandaki şairlerden Abdülkadir Celalettin, Adu Tuniyaz, Hoca Muhammed, Çimengül Avut. Bu şu tüt şair hem de bu şu hazırlık zaman Uygur şiiriydi de alaylı urun tutduğun şairler. Gunga şiir meselesi mesela Ahmetcan Osman Uygur Gunga şiir nezir asasını sağın qarindoshlar. Onun qanday qaraysiz? Yani bu yerda qarindoshimizning Osman'daki şiir bilen ben tuluksuzluk uçraşkan. Tuluksuzluk vaxtımda tünce bir şiir toplamının neşirden çıktı. O vakitte biz o tuluksuz okuvatkan vakti olan iken bu toplam neşirden çıkkandan yılla Ferhat Tursun'un Tavus Elleyin diyen mezmundaki bir yazması çıktı oturan. Yani bu Tavus Elleyin bilen bu xildeki bazı bir şiirlara yüzünün fikrini ifadeledi. Ama ben Ahmetcan Osman'ın üslubudaki şiirlerini hem red kılmayma hem inkar kılmayma. Hem bu şiiriyet sayesinde ben üzümü hem yazmadım hem bu hafta yetişten kalmayma. Çünkü bu hafta benim çok malumatım yok. Bu şiiriyet sayesinde. Allah razı olsun. Yani bundan keyinki yazmoqchi bo'lgan she'riyat vazni shu aruz vaznlikni davom qilamsiz yo boshqa şiiri bir taraqqiyot planingiz bormi yozishda? Şimdi bu her bir şairin yüzlüğü has bir üslubu buldu. Şimdi bulatma şu benim Hoca Muhammed'nin yüzlüğü has üslubu benim alayı dikkatimi dağıttı. Şimdi bu üslub barbara şekillendiğin narsa bu. Ben şu aruz vazirlik şiir hakkında chet elde bu aruz vazirlik şiir yazılan kalemkeşlerinki olmaslıkı. Bu oğandım intayin az buluşu yine bekle ümitsizlendirip koyarlar. Bu sahada ben bilen bir tam hemkarlaşıp manalaydıgan kırındaşlarımızdınki pek azlığıdan
Biraz əfsuslanıman. Bunda qalib quvveti kuchli bo'lgan bir necha qarindoshlarimiz bor chet eldimi. Masalan, mushu Xandon, Fatima Sayyoh va Sarvi deb bir qancha mushu ijtimoiy aloqa vositalarida o'zining yozgan she'rlari hamdardlashib turayotgan qarindoshlarimiz bor. Bular bilan men bir suhbatda bo'lmagan bo'lsammi, ammo bularninki qalam quvvatiga qoyilman. Bular Uyg'ur she'riyatiningki mana shunday bir xalqqa duch kelayotgan bir paytida yaxshi bir she'rlar bilan o'tirg'i chiqyotidi. Bularga mening tavsiyam balkim nurg'un qiyinchiliklarga duch kelishimiz mumkin bu yo'lda. Bel qo'yib bermasligini. Bu xalq ostida turayotgan bu Uyg'ur she'riyatini yüzümüz bilen emas, etrafımızda bir neticesi görünüş mümkünlüğü boğan. Bu Uygur şiiriyetiye kelgüsüde kuch qo'shash ve bunu terakki kılıp duruş imkaniyeti boğan yaş kalemkeşlerimizge ilham verip buların etrafımızı tatıp bulardan bir hemkarlık asasında bir hemkarlık to'g'ri barpo qilsak. Bu Uyg'ur xalqaro Uyg'ur qalamkashlar jamiyati bilan aloqangiz bormi? Ularning uchun bu jihatlarda biroz xizmat hamkorligi yo'q. Ular bilan aloqam bor. Masalan, bu vaqtda meni İsa Elkin efendim bo'lsin, Toyir Hamid efendim bo'lsin, bular bilan yaxshi munosabatlarimiz bor, yaxshi munosabatda bo'lib turyapmiz. Endi hozirgi bizningki ba'zi tashkilotlarimizning, ba'zi guruhlarimizningki nurg'un ojizliklari bor. Yani bununla qo'llaydigan hech qanday bir davlat organlari yoki munosabatli bir ko'lamlik bir tashkilotlardan bo'lmasligi, ba'zi bir iqtisodiy masalalarningki bularni qiynab qo'yishi, bularga nurg'un bir qiyinchiliklarni tug'diryapti deb bilaman. Masalan, Toyir Hamid bilan biz Durumdullah akıfkıda yaxşı ötken adam, her işkimiz. Birbirimizi şurada hürmetleşip ütümüz. Hem ütenlik, Tahir Hamid'e hürmetim var. Şundan. Allah razı olsun. Vaktimiz bir yer kelyapti. Yani ahırda yani bir şiirinizni anglasak, undan keyin ko'ngil so'zingizni ilib programmani oyoqlashtirsak bo'ladimi? Bo'ladi. Bu da turmadan chiqqandan keyin yozgan bir she'ringiz bor ekan, men keliman degan. Kilidu degan she'ringiz. Shu yiningizda bo'lsa yoki yodingizda bo'lsa, uning bir anglig'im bor shaxsan. Yaxshi yozilibdi. Ya'ni umid bag'ishlaydigan xalqqa, Sharq Turkistonliklarga. Agar yiningizda bo'lmasa mayli. Bo'ladi. Bir vatanga muhtojligim haqida mush beshimizga mush musibatlar kelgandan keyin mush muhtoj vatanga bo'lgan muhtojlik haqida yozgan bir qisqa bir she'rim bor. Shuni keyin olib o'qib beray. Bo'ldi. Men bugun muhtoj vatanga bir qirich. Kunch torim yo tumanga bir qirich. Shunchalik to'yg'izdi bu yotning ili. Bo'lmadim sahip kipanga bir qirich. Doimo ko'ysam o'tda to'lg'inib, yetmadim vasli livanga bir qirich. Kaydirildi 10 metr tuhmat tuni, sal yaqin kelsam ibanga bir qirich. O'tmadi kunduz kecham bir lahza shod, duch kelib doim tikanga bir qirich. Bu shuna qisqalam yozib qo'ygan buni. Allah razı olsun. Nəhayət esli yazılıbdı bunu. Vətənə bo'lgan təşnalığınız qattiq təşnalıq ifadelanıbdı. Allah razı olsun, rahmet. Yani birisini men Kilidu degan nima? Kilidu degan yaxshi ko'rdim she'rni, yani qarindoshlar ma'nosin herhalde ko'rdim. Bu bir ümit. Qarindoshlarimiz ümit bo'lsa deb yozgan she'rda
Külgine yürek canan kilidi. Lebbeydi hörler yan yan kilidi. İriydi karlar her cilvesinden. Buzbuzun bulgan zaman kilidi. Tacidi hilal yıldız tünigen. Kök zer libaslık sultan kilidi. Ütkür can bergen işkıda ah deb. Turpan furaklık ayhan kilidi. Kandak süpetley aciz tılımda. Canını algıcı bir can kilidi. Visalda yürek yerilmay tursun. Toy üstüge toy devran kilidi. Şunçilik tatlılık visal lezzeti. Kepest kanxor kavan kilidi. Sıkılgan callar samadıraklan. Ülen toğluşu çokan kilidi. İntizarlıkның sübihidur ismi. Zulmetli çakkan ezan kilidi. Teyyar turumla ey bağrıkanla. 100 yıl saklagan mihman kilidi. İnşallah. İntisar közle ger surap kalsa. Kütken o canan kaçan kilidi. Eytik buyumla cevabım şu ki. Buldu o canan çapsan kilidi. Allah razı olsun. Allah'ın Rahmet razı olsun. naiti. İnşallah biz şu Kilido degen üçüncü şahıs biz mi? Başkalar mı? O kilidi O galbi mi? pat yakındaki vatan galbisi. Vatanın galbisi. Evet. Vatan biz şu emes mi biz? Biz vatanı. Ben biz ne oyladım? Özümüzün oyladım. Yani yakın zamanda bizden Şarkı Türkistan'a yol başlap meyli kurallık hareket, meyli siyasi hareket, meyli her türlü kolumuzun kelgen imkaniyeti bilen şu izilgen biçare ümit kütüp tuğan halkımızga kildiğanlıkımızını ben şunu oylaptım ha. Çünkü bir şiir degende her türlü maksat muddao boludu. Yani galbin elbette şu biz ekilimiz. Yani galbi asmandan Bunu da közde tutulgan menin maksat kılgınım pat yakında kildiğan vatandaki bir börülük, bir galbe, bir nusret. Şunu közde tutkan. Allah razı olsun. Bundaq vaktimiz asasen ayaqlaşıp kaldı. Ahırda qeyrindaşlarımızga chet eldeki muhacirlarga meyli sizning keyinlerden bo'layotgan gap so'zlar bo'lsin, meyli şiiriyet hakkında bo'lsin, meyli o'zlarining ko'ngillik so'zlari olsun, onu alayli. Agar yana biran o'qib beraman desa meyli uni oldini. Nochi esli şiirlar Ziyarip durup koymay. Ya muşun bir fursat, yani bir qatim ishkiranqa kelib bo'g'ichi oylar o'tib ketdi ekan. Hozir masalan sizlarla ishkiranda ko'rishimiz da'vatqili bir yil bo'lib qoldimi? Uni da açdimi? Bir yıl bulap kaldı. Yani bir yildan beri biz qancha qatim ko'rishdik ishkiranqa kelish masalasida. Undan bir qatim tutilib ketdilar. Undan keyin turmadan chiqdilar. Yana ishkiranqa kelayli deyishdik. Mana endi deb bu ishlar chiqib kelamadik. Yana tutilib ketdilar. Bu da tutulup ketkendan keyin men ısrar qildim, qarindoshlarımızın güzel cemallarini bütün dunyoda qarindoshlarimiz ko'rsin dedim. Bu şiirni yozayotgan kishininki kimligini bilsin dedim. Hem bizning ishkironimiz xalqimizning ovozi bo'lishga maqsad qilganlik uchun qiyinchilikqa va yoki zulmga yoki tuhmatga, fitna fasodga uchragan qarindoshlarning o'zini aqlash, qiyinchiliklarni yengish ishkironi bo'lsin deb sizning ko'ngil so'zlarini anglayli deb bu yerga chiqdik. Yana bir qatim chiqquncha yana yil o'tib ketib qoldi ekan-ku, mana yana ayt o'rgin deb. İmkan bo'lib qolsa yana birini o'qib bersizlar bo'ladi. Mayli. Bo'ladi. Bunu o'qib beray. Quloqimiz sizda. Ölsem yüzümde içip buyumda. Vatan sizden xat yezip buyumda. Körsün halayık muştaq yüzümünü. Onunla kaşkar sizip buyumda. Beşim üstüge vatanınki de mayak bolsunu tizip buyumda. Tapalısanla bir çimdim tuprak zemzem orada çeçip buyumda. Kağız bolsun vatanın bolsun kipen orada yetip buyumda. Şu kalsı bu cansız iken topan üstünden çetip buyumda.
Kuyular çağda yerlik tinim bir dani kemçet ketip bununla. Allah razı olsun. Bu muş kısqılam yazıp koygan. Allah razı olsun. Rahmet. Bundaqda Endi ahırqı ahırda bir qarindoshlarımdan Hı. qarindoshlarımga deydigan so'zim endi biz har qanday bu muhojiratdagi Uyg'urning beshi ustida o'zi o'z imkoniyatida bor bo'lgan majburiyat va mas'uliyat har qachon har qaysimizda o'zimizga xos holatda bor. Hı. Shunga har qanday o'zimizning imkoniyatida qo'limizdan kelgan nima kelsa, kichikni kichik demay, cho'ngni cho'ng demay, qo'limizda bor imkoniyatni sarf qilib bu davosida bir kishilik hissimizni qo'shsak, endi mening qo'limdan keladigan narsa faqat mush yiziqqa munosabatli narsalar ekan. Endi vatanda men to 2001-yilgacha bir pochta asar e'lon qildirib har qaysi matbuotlarda. Ama ko'rilish chiqadigan Kiroran jurnalida tarjimalarimdan tortib berib, bular jiq qo'llab quvvatlagan Tangritog' Torim har qaysi jurnallarda, gazetlarda. Hı. Ama 2001-yildan keyin men butunlay qo'l uzgan. Yani qaysi namda taxallus e'lon qilgan shu vaqtda? O vaqtda Abdurahim Imin Abdur- taxallus yo'qdi. Ha, Abdurrahim Imin ismi bilan. Hı. Andan keyin men faqat qo'l uzgan. 2013-yildan tortib bu qaytadan qo'lga qalamni olgan bo'ldim. Hı. Bu sohada hayotim deb o'tdim. Men o'zimning bu sohadagi va boshqa imkoniyatim bor sohadagi xizmatlarda qo'limdan kelishicha bu millat, vatan, din davosida o'z burchimni ado qilsam va bu burchimni ado qilish jarayonida qarindoshlarimniki qo'llab-quvvatlashga muhtojman. Boya deb o'tdim. Bu shu ba'zi imkoniyatlar hozirlansa, Hı. pek uzoq qolmay bir faoliyat uyushtirishni maqsad qilyapman. Buning uchun ham kam qarindoshlarimniki qo'llab-quvvatlashga muhtojman. Hı. Allah razı Bo'lsa, olsun inşallah. mush sohada qarindoshlarim shu Uyg'ur adabiyotiga qiziqadigan, Uyg'ur adabiyotini qutuldirib qolishni maqsad qiladigan Hı. va o'ziningki Uyg'ur adabiyotida ozroq bir iqtidorim bor deb qaragan boshqa tillarni biladigan qarindoshlarimniki bir o'rtaq bog' hosil qilib, Hı. birlikda tang qadam olib, o'zaro fikrlashib, o'zimizning bir kishilik to'hpisini, hissini qo'shashda hamkorlashsak. Bo'ladi inşallah. Allah razı olsun. Bizim her zaman desteklep qo'llashni xohlaymiz Uyg'ur qarindoshlik studiyasi. Har qanday bir faoliyat, har qanday bir Allah razı olsun. Endi bu sohada kimlarningki bu Uyg'ur adabiyotini taraqqiy qildirish, ya'ni kelib Uyg'ur she'riyatini dunyoga tunutish, bu sohada kimlarning qalblarida, xiyollarida qanday o'y-xiyol bor, kimlar bunga loyiq keladi, kimlarning bu jihatdan biz bilan hamkorlashib, tang bosilishda qanday imkoniyatlar bor, buni shaxsan men bilmayman. Hı. Men faqat bilganlar bilan bu haqda hamkorlashib ekanmiz. Shunga o'zida qanday imkoniyat bor qarindoshlarim bo'lsa, menda bunday imkoniyat. Bu imkoniyatda tang barobar foydalanib hamkorlashsak va Uyg'ur she'riyatini dunyoga bir tunutishda o'zimizning bir kuchlik hissini qo'shsak degan mazmunda bir o'rtaq fikr hosil qilish uchun bir aloqa qilsak, bir chambar hosil qilsak. Bo'ladi inşallah. Allah razı olsun. Ko'p Amin. rahmat. Hammamizga Undan keyin shu sizlarni norozi qilgan kishilarga bir tavsiya bormi? Tugdimi? Men shaxsan falon deb bir odamning ismi bilan men norozi bo'lgan odam yo'q. Hı hı. Ammo meni norozi qilgan mana shu orqamdan shunday ba'zi tuhmat gaplar bilan har yerlarda meni sesitishga urinayotgan ba'zi kishilarga aytadiganim Allohdan qo'rqishni tavsiya qilaman. Tamam. Allah razı olsun. Alloh hammamizdan razı olsun. Ko'p rahmat. Sizning vaqtlarini oldik. Ikram yuzdagi barliq qarindoshlarimdan Alloh razı olsun. Ularga rahmatimni bildiraman. Boya deb o'tganimdek biz qo'lni qo'lga tutib bu chet el muhojirat hayotimizda imkoniyatimizni bani tang sarf qilib
birlikte bu yolda mansak degan bu fikrde ortaklaşsak Allah hemimizin işlerini asıllık bilen ro'yobga chiqarib bersin. Aziz qarindoshlar, Allah razı olsun Abdurrahim Paraç qarindishimizdan. Buningdan keyin xizmatlarga utuq tilayman. Allah sabr azim ato qilsin. Bugungi programmamiz mishada oyoqlashishdan burun men ikki narsani ta'kidlab deb qo'ysam, birisi programmani boshlaydigan vaqtida ham to'plarda, Facebooklarda ham bahslash uchun men bir qancha buni telefonga qarab olaman. Mecbur, çünkü ben özüm hem bahrilemesem qarindoshlar bu jihatda ham bahrilab bermasligi mumkin. Yoki shu suhbatimizdan bahrilayotgan qarindoshlarmi bor, bularning ismlari mening nimamda ko'rinib turdi. Hammalarga rahmat aytaman. Biz bir suhbatni elib berish uchun uzun vaqt jafo tortamiz. Shunga texim ko'p odam ko'rsa biz xush bo'lamiz. Bir navoy noy yiqib, sas xush bo'lgandek bir bog'ban ko'chat tikib uning mevasi chiqsa xo'sh bo'lganga o'xshash shunda xo'sh bo'lamiz. Shunga har qaysi qarindoshlar suhbatlarimizni test qarashtirgan bu so'zlarimizni ham bahrilishinglarni texim ko'p Uyg'ur muhojirlarninki anglishiga sabab bo'lishinglarni umid qilaman. Ikkinchisi bu odam yo'lga silish masalasida biroz to'xtaldik. Shunga bizning ustimizdagi fitna fasod tuhmatlarning yo'qolib ketish uchun shu odam yo'lga solgan qarindoshlarning bizni oqlashini umid qilaman. Yoki shu yerga borgan, shularning qo'li orqali borgan minglarcha insonlarninki bu ishni uzun so'zib o'tmay, xuddi aynı zamanda O'rta Osiyo voqeasi, Afg'oniston voqeasiga o'xshash 20 yil, 30 yildan keyin qaytadan mulohaza qilmay u ishni vaqtida kim soldi, kim nima ish qildi uni aniqlab etsa, bizim bu tuhmatlardan qutulamiz. Üçüncüsü bir qarindoshimiz yozibdi bu yerda Abduqodir Yapchon akamizningki ularni u yerga yo'l silishga chaqirmaydiganligiga ishonma deb. Herhalde ba'zi gaplarimizda xato tushunish bo'lgan bo'lishi mumkin. Abduqodir Yapchon, Abdulakim Maqsim Hojim va Ma'rif jamiyati olsun mayli bir qism kishilar shu zamonda 2013'da biz bir yig'in ochgan, men Gollandiyadan kelib qaytilgan o'zaro 6-7 kishilik bir yig'in eng cho'ng Istanbuldagi cho'nglar qaytilgan yig'inda Sharq Turkiston xalqi butunlay qarshilikni Sharq Turkistonni besib olgan Xitoy tajovuzchilariga qartish lozim. Bu birinchi modda. Ikkinchisi mayli jihad qilamdi, mayli qurolli harakat qilamdi, nima ish qilsin, butun xalqimiz dushmanni Xitoy deb tonishi va shuningga qarshi harakat qilish kerak. Uningdan boshqa yerlarga berish yoki boshqa kuchlarga qaytilish, mayli Daeshga qaytilish olsun. Biz bunun qarshi chiqamiz deb bu yerda yig'inda qaror ilinib, bu yig'inga qatnashganlar hozir Istanbulda bor. Agar buning isbot izlaydiganlar bo'lsa, men ayrim yozaman deb birman. Yevropadami bor, bir qanchasi Yevropaga ketgan bo'ldi. Ya'ni Yevropadan qatnashganlar bor, masalan, Norvegiyadan qatnashganlar bor, men bor. Istanbuldan bir qancha qarindoshlarimiz qatnashib, Sharq Turkiston xalqining taqdiri ustida biz shu yerda deyishib, shu kundan tortib 2013ning oxiri 2014 oralig'idagi yig'in bu. Ay kuni mening esimda qolmadi. Shu kundan tortib Sharq Turkiston mujohidlarini, xalqini, qarindoshlarimizni biz Xitoydan boshqa tarafga mangmaslikqa, ya'ni Xitoyga qarshi kurashdan boshqa kurashga turmaslikqa, butun dushmanimizni Xitoy deb tanishga shuningga chaqirig'liq va Abduqodir Yapchon akamizni shuningga chaqirig'liq, Abdulakim Maqsim Hojim akamizni shuningga chaqirig'liq, marhum Alloh yotgan yerini jannatda qilsin. Va bu yig'in qatnashganlarni bo'ladi unda bo'lsa deb qiyomatlik fatvoni ilib shu vaqtida biz yig'inni tugatdik. Shu kunning mobaynida bizning dushmanimiz Xitoy ekanligi, o'qni Xitoyga qarshi etishimiz kerakligi, mashqni Xitoyga qarshi qilishimiz kerakligi to'g'risida biz da'vat ilib bordik, to'sqan bo'ldik, bu va kaza xizmatlarni qildik. Ammo xalqimiz anglamaganlar bo'ldi va boshqalarningki Daeshga chaqirishi tufayli Daeshga qaytib ketganlar bo'ldi. Shuning uchun bunda isbotsiz shaklda Abdurrahim qarindishimiz olsun, men bo'lay, boshqalar bo'lsin, tuhmat qilmasliklarini umid qilamiz. Abduqodir Yapchon akamiz har zaman Xitoyga qarshi kurashni ta'kidladi. Daesh qatnashishni to'sdi.
Şu tüpeyli nurgun əziyyətlərini tatdı ve tatıvatıdı. Qağın nemde aşk kırındaşlarımızdan, mücahit kırındaşlarımızdan ve elbette bugün Xitayga karşı toplanılan insanlar var Suriye'de. Meyli Irak'ta olsun, meyli Suriye'de olsun, meyli Afganistan'da olsun. Hemmisini biz DAEŞ demeyimiz. Bugün Allah yolunda Xitay zalim karşı, Xitay komünistler karşı hareket kılıvatqanlığı var. Ulanı biz karşı alımız. Şahsen ben karşı alımı. Elbette Abdurrahim kardeşimiz özüge vekillik kılıdı. Bunu arlaştırıp etmeyli. Xitay'a karşı hareket kılıvatqanlığı bilen DAEŞ ketilip ketken veya ki Xitay'ını düşman dep tanımay hareket qıp qalğan qatalyk ötközgenlerini arlaştırıp etmeyli inşallah. Bunu iniq bilip alsaňlar inşallah fitne qilishdan yoki töhmet qilinishdan biz saqlanıp qalamiz aziz qarindoshlar. Allah hammaňdan razı bolsun. Bunaga bir qetip qo'ydigan so'zlar bo'lmasa Abdurrahim Mishada bizning programmamiz oyoqlashadi. Bu onda olsa barcha qarindoshlarımga rahmetimni bildiraman. Allah hemmimizni salomat qilsin. Top fursatda bizlarni xor qilishni maqsad qilganlarni Allah top fursat bizni Allah xor qilsin. Amin. Allah razı olsun. Hürmetli qarindoshlar, yana bir qatimlik programmada ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.